Hozir tanishligi uchun boshlayman. Men sizgacha bo'lgan davrda ishoning hammasini qilib ko'rganman. Ongli ozishni qilganmisan degan savol ber. Dunyodagi eng kuchli va qiyin savollardan biri bu nima uchun degan savol. O'zingiz isbotlaysiz, keyin chiqaman dedim. Ayoli xohlaydi, lekin eri xohlamas ekan. 8 kilo ozdim birinchi oyda. Reming qotdi-da, ko'ryapsizmi? Mana. Nega oldingilari ishlamadi-ku, nega sizniki ishlayapti degan savolni o'zimga berdim-da. Harakatimizga sarflaydigan quvvatni biz 53% ko'p baholaydi ekan. Hayotimda birinchi marta to'yga borib oshayman. Hozir shunaqa zamonda yashayapmiz. Oshqozonni ovozini eshitishga ulgurmayapmiz hozir. 100%lik o'qda ketmaydi-da. Mana bunaqa bo'lib turadi-da. Baliq beraymi senga? Baliqni ovlashni o'rgataman. Siz bergan ma'lumotlarni men bolalar bilan ulashishni boshladim. O'zimizcha ozmoqchimiz, o'zimizcha defitsit qilyapmiz-ku, lekin tayinlandingmi? Yo'q, tayinlanmaganman. aqli bor odam inkor qila olmaydi. Tibbiyot bu fikrlar ustiga qurilmaydi. Tibbiy nuqtai nazardan ham va bizni yaratuvchi ko'radigan nuqtai nazardan ham normada endi bu. O'sha normamga tushmagunimcha jonimni olmagunimni duo qildim dedi. Rosa ko'p odam adashar ekan va buni siz menda to'g'rilab berdingiz. Assalomu alaykum, Millat umidi podkastini bizga qo'shilib olib, kommentlarda yozib, hozirgi keyingisida kim chiqadi deb kutayotgan muxlislarimiz. Bu inson hamma chiqqanlarnikidan fundamentda qo'yiladigan inson deb bilaman. Sababi har bitta olimni chiqaramizmi, har bitta millat umidini chiqaramizmi, har bitta tadbirkorni chiqaramizmi, buni fundamentida ushbu insonni beradigan maslahatlari juda muhim deb bilaman. Va kutib oling, doktor Feruz Yigitaliyev. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Feruz aka, men hozir hamma narsani boshlab, buni tegida, negizida bekityapman. Hali ham aytganim yo'q. Aynan kimni? Sizni biladigan insonlar, "Voy, Feruz akani chaqiribdi" deyishadi. Bilmaydigan insonlar o'zi bilishmasligi mumkin, lekin hozir tanishligi uchun boshlayman. Aynan men sizni kursingizni olib 13 kiloga ozib, o'zimni formamga tushgan inson sifatida boshlamoqchiman, lekin siz o'zingiz haqingizda, qatdanligingiz, qatta o'qiganligingiz to'g'risida bir og'iz o'tsangiz, keyin men asosiy savollarga o'taman. O'zim shifokorman. Toshkent tibbiyot akademiyasini 10 yil davomida o'qib tamomlaganmiz. Avvalgilar endi Tashmid deyishsa yaxshiroq bilishadi. O'zi aslida Farg'onadanman, lekin 2006-yil Respublika tibbiyot kollejiga o'qishga kelganman. O'sha payt 9-sinfni bitirib va o'shandan beri poytaxtda yashaymiz. Mana 20 yil bo'lib qoldi. Tibbiyot kollejidan keyin albatta tibbiyot oliygohiga harakat qilib, o'qishga topshirib va o'zimga o'zim va'da berganman, agar grantga kirmasam o'qimayman deb. Shu grantga kirib, shu oliygohni bitirdik. Endi bu davr ichida juda ko'p endi ustozlarimizdan o'rganganlarimiz bor, o'qiganlarimiz bor. Shu siz aytayotgan masala aynan meni juda qiziqtirgan. Aynan vazn masalasi, aynan buni ortidagi o'sha taomlanish masalasi. O'zi yoshligimdan qiziqaman, o'sha kichikligimda eslayman, uyimizga Tabiatning o'zi tabib degan kitob kelib qolgan. Bu kitobni ochib varaqlaganimda, o'zi barcha shu tibbiyotga oid xalq tabobati bo'lsin, kitoblarga qiziqardim. Varaqlasam, masalan, shamollash bo'lsa degan, buni yeyishing kerak. Qorning og'risa, mana buni iste'mol qilishing kerak degan masalalar. Hech qanaqa dori yo'q uning ichida. Uyimizda endi yosh kattalar bor edi, qandaydir bir muammolari bor edi. O'sha muammolarga mana bu narsani qilib ko'rishingiz kerak ekan, mana bu narsani yeyishingiz kerak ekan, o'shandan boshlangan. Haqiqatda o'sha narsalarni qilib o'zlarini ancha yaxshi his qilganliklarini aytgan. O'shanda menda birinchi o'sha bir qaysidir ma'noda fundament desam ham bo'ladi, taomlanishga bo'lgan yondashuv, qiziqish boshlangan. Va bu narsani mana o'qib, o'rganib, ustozlarimizdan juda ko'plab o'rgatlar olish davomida bildimki, haqiqatda juda ko'p muammolar bizdagi. Juda ko'p muammolarning negizida bizni shunchaki oddiy qilib aytganda odatlarimiz, taomlanish odatlarimiz yotishini bildim. Va semizlikni ham o'sha qiziqib yurgan vaqtlarimda o'sha taomlanishga borib taqalishi bu meni yanada hayratimni oshirdi va shu narsaga chuqurroq kirishga yondashdim. Feruz aka, bitta bir narsaga kelishib olaylik. Ishonsangiz, men sizgacha bo'lgan davrda ishoning hammasini qilib ko'rganman. O'sha
internetda reklama qilib chiqaradigan hamma strategiyalar bo'lsin, kechqurun limonli suv ichishi, suvni odatiga yaratishi, ishoning, mani ishontirish juda qiyin edi. Shunchalik qiyin edi. Albatta bunga sizdagi mendan oldingi bo'lgan bir do'stimiz, qo'rqmasdan aytamiz, Temurbek, xohlasanglar ekranga chiqarsanglar bo'ladi. Temurbekka oldingi va hozirgisi Adhamov, Najot ta'lim. Meni ham xuddi shunaqa chiqarsin va qo'yishligini anaqa xohlardim. Nega? Sababi sizdagi bitta dona strategiya, hattoki sizni kursingizni nomi ham, men kurslarini olinglar deb ham anaqa qilmayman. Reklama emas bu yerda. Realniy holatda muhokama qilamiz. Ya'ni shu holatda mani ko'ndira olmaydi boshqa odam. Bu mendagi ichimdagi ishonchim genga borib taqaladi va genda shu holatga moyillik bo'lsa, men ham xuddi shunaqa bo'laman degan holatda bo'lganman o'zi, aksariyat holatda. Temurbek bilan ko'rishmasdan oldin bir narsa menga qattiq ta'sir qildi. Juma namozida o'tirgan paytimda oyog'im uyushishni boshladi. Men aniq bilaman bu ortiqcha vestalligini. Sezaman, turaman, oyog'im uyushadi, o'tira olmayman, o'qilaman. Meni bu qiynardi. Va Temurbek bilan gaplashdim va Temurbek menga bir so'z aytdi. Umidjon, hammasini qilib ko'rgandirsan, lekin ongli ozishni qilganmisan degan savol berdi. Ya'niki ongli ozish degandagi nima mazmun degan qiziqish bilan o'tdim va bu narsani iltimos qilardim, shu ongli ozishdagi rosa savollarim ko'p, har bittasiga bitta o'tamiz, to'xtamasdan ko'rishinglarni istardim. Sababi ключевой точкаlar bor, qaysiki men har doim ishlatadiganga odatlandimda. Va hozir keyingi savollarga o'tmasdan oldin ongli ozishdagi fikrlaringizni eshitmoqchiman. O'zi ozishda juda ko'p yo'llar bor. Juda ko'p endi. Dengiz desa ham bo'ladi. Doim meni miyam ham isbot talab qiladi-da. Shu matematikadan anaqa bo'lib qolganmi, nima deydi haligi ustozlarimizdan kirib qolganmi? Isbot, misol uchun 2 + 2 = 4. Buni isbotlab ber degan ma'noda isbot talab qilavergani uchun qandaydir o'zim ham hamma narsaga agar bu bo'yicha tadqiqot o'tkazilmagan bo'lsa yoki menga uni kimdir isbotlab bermasa, uni qabul qila olmayman, xuddi siz kabi. Keyin bu narsani tushunib aytdimki, demak, ongli bo'lish kerak. Ya'ni ongli deganda miyani o'zini savollari bor. Misol uchun siz aytyapsiz, limon suv ichish kerak. Limon suv ichib yuradi odamlar ko'rko'randa, lekin miyani tubida baribir savol bor. Nima uchun ichishim kerak degan savol bor. Ana shu savolga agar isbot keltirilmasa miya qabul qilmaydi va u uzoq davom etmaydi ham va natijasi shunga yarasha bo'ladi. Shuning uchun bunga ongli yondashganligim va ongli yondashuvlarini xohlaganligim uchun ham shu pozitsiyada boshlaganmiz. Va mana ko'p bizga shu narsani aytishadi. Fikrim o'zgarib ketdi deydi. Fikrim. Nimaga? Buni sababi chunki miya o'zini bergan savoliga javob olishida. Agar javob topib olsak, o'ylaymanki, ana o'sha payt ubejdeniyani endi bilmayman nima deydi o'zbekchasiga, ana shu vaqtda o'zgarar ekanda. Boshqa payt juda ham qiyin. O'zimiz ustozlar ham bir masalani o'rtaga tashardi, aytardi. Keyin orqasidan uni isbotlab berardi. Endi har xil ustozlarni ko'rganmiz-ku. Ba'zilar isbotlab bermaydi. O'shanga o'zimni ham o'ylayapman, yengilroq qaralgan yoki qaramaganman hattoki. Lekin isbot bilan keltirib, nima uchun buni qilish kerak degan savol, aynan nima uchun degan kalit savol shu joyda miyani ochar ekanda. Juda ko'p mana haligi yaqinda bir kitobni o'qib tugatdim, o'sha joyda ham aytgan, dunyodagi eng kuchli va qiyin savollardan biri bu nima uchun degan savol. Masalan, bolalarga uni qilma, buni qilma deymiz. Yoshligimda eshitganim, ko'p shundan misol qilib aytaman, spirgini turg'izib qo'ymagin deyishardi. Nima uchun desam yomon bo'ladi. Lekin nima yomon bo'lishini misol uchun bilmaymiz. Ana shu masalaga agar o'sha savolga to'g'ri javob bo'lsa, o'ylaymanki o'sha paytdan o'zgarar ekan odamning miyasi. Bo'lmasa o'zgarmas ekanda. Bilasizmi, men o'sha kursingizda o'qiganimda, ishoning, odatda bunaqa kurslarni ko'plar oladi-da, 70-80%da qilmasdan tashlab ketadi. To есть 20%ni qiladi-da, qolganini tashlab ketadi. Lekin menga yoqqan joyi, har biriga chiqqan 15 minutlikda asosli va ketma-ketlikda negizi bilan tushuntirib berganingiz meni rohatlantirdi. Maza qilding deydi-ku. Maza qilding desa, har bittasida asosli, quruq gap emas-da, tegida negizi, indeksatsiyasi, raqami bo'lgani. Va hozir bizlarni ko'rayotgan yoshlarga bir narsani aytmoqchiman. Hozir doktor Feruzni ishoning sentyabrda chaqirganman. Ular bilasizmi? Hatto bizani podkastda ham chiqish uchun borku, isbot talab qildilar. Ya'ni o'zingiz isbotlaysiz, keyin chiqaman dedilar.
Ya'ni bu odamni очередga turib chaqirtirib qildim, lekin bitta anaqa qo'ydilar va bu zo'r motivatsiyada. Ya'ni uydagi shundan manfaat ko'rganingizni isbotlashingiz uchun o'zingiz namuna bo'lishingiz kerak-ku deyilgan narsa qo'yildi. Endi ochiq gap, Telegramda qancha so'ralgan, hozirgi mana dekabrda o'tkazayotganimiz sentyabrda boshlangan. O'zingiz o'tmagunizgacha ham uni qiyinroqda baribir. Biznikining til topishimiz ham oson bo'lmaydi. Mana hozir baribir o'ziga yarasha savollar paydo bo'ladi. Ana endi u savollarga keyingi qaysidir ma'noda bosqichda bu. Keyingi bosqichdagi savollarga endi baholi qudrat javob beramiz agar. Endi qiziq joyiga o'tamiz. Eng qiziq joyi nimada bo'ldi? Darsi boshida bo'ldi. Darsi boshida o'tishni boshladi. Va men birinchi oy ishoning taxminan 8 kilo ozdim birinchi oyda. Eng qiziq joyini aytaman. 8 kilo ozganimdan keyin menga keladigan ikkita savol bo'ldi. Birinchi savol, Umidjon kasal bo'lib qoldingmi? Qanaqa bunaqa ozib ketding? Chunki birdaniga katta anaqani qo'yib yubordimda. U keyingi darslaringizda ekan o'zi. Ikkinchi darslaringizda oy degan joylari bor ekan. Ikkinchi savol anaqa bo'lsa ham, kulgili bo'lsa ham aytaman. Yarim o'sha so'raydigan ikkinchi savoldagi Umidjon uylandingmi deysiz. Hatto ayolim ham xavotirga tushib qoldi. Mana shunaqa savollar bo'ldi. Men hozir reming katta-da, ko'ryapsizmi? Mana reming oxiriga teshikda. Eng oxiriga teshikda reming katta. Eng qiziq joyi mana shu yerda bo'lgan. Katta bo'lyapti. To'g'risi meni qimmatga tushirdingiz. Buni ham aytib ketishim kerak. Agar olmoqchi bo'lsangiz 100 qimmatga tushasizlar, chunki shimlarim katta bo'lib qoldi, kiyimlarim katta bo'lib qoldi. Kiyimni yangilash kerak. Hammasini yangilashingiz kerak. Ishoning, ketilayotgan xarajatlar kelajakdagi muvaffaqiyatimiz va sog'lom tarzi uchun arziydi. 100x arziydi. O'zi mana shu masalani yaxshi aytdingiz. Ko'pchilik ayollar qo'rqar ekan erini ozishidan. Mana siz ham yigit bo'lib qolgansiz. Keyin fikri xayoli erida bo'lib qolar ekan. Yoki buni aksini ham eshityapmiz. Ayoli xohlaydi, lekin eri xohlamas ekan. Bunaqa holatlar ham bor ekanda, qarang. Shunaqa nozik nuqtalar ham bor ekan. Bu tarafdan ham o'zi sekin immunitetni shakllantirib borish kerak ekanda. Qaysi ma'nodaki, haligi chiroyli bo'lib olib, keyin yildiz bo'lib, masalanda endi shunaqa holatlar ham demak uchrayotganligi uchun ham balki xavotir bo'lsa kerak degan fikr bor. Hali ham bizani ko'rayotganlar, bo'pti, kerakli savolga o't, qanaqa yo'l tutding degan narsani kutib turishdi-da hozir bizada. U joylarga kelamiz va albatta aytamiz. Lekin Feruz aka nega bu ko'rsatuvga chiqdilar? Haliga aytganimizdek, millat umidlarini chiqarish uchun, tadbirkorlarni sog'lom fikrlashi uchun, aytaylik, olimlarni sog'lom fikrlashi uchun o'zi aslida bizani tanamiz turib berish kerak bu narsaga degan urg'uni aytmoqchiman va bundagi o'rni juda ham muhim. Ya'niki biza farzandlarimizni to'g'ri o'stirishimizda, ular sog'lom bo'lishida, umuman qaysidir ishni to'g'ri qilishdagi fikrlar juda muhim. Ishonasizmi? Hattoki sartaroshim borku, Umid aka, sizni hattoki yuzingizni shakli ham, ishoning, men boshni semirishini bilmagan ekanman. Даже boshingizdagi yog'li ketgan deyapti. Keyin yana tahlil qilsam, men odatda obedda уже charchashni boshlayotgandim. Obedda уже ma'lumotlarni qabul qilib, uni to'g'ri tahlil qilishimda xatoliklar sodir bo'lyotdi. Ya'niki, olib qaraganda tadbirkor bo'lasizmi yoki qayerdadir ishlaysizmi, nimadir qilayotganingizda sizni taniysiz, o'sha ishga moyilligi, layoqatligi va bajara olishligi muhimligini yetib keldi-da, ya'ni balki ana aytadiku bizda kasal bo'lmaguningcha obratga bo'lmaydi deydi-ku. Odatda bu narsani yoshlikdan qilib borishimiz 50-60 yoshga chiqqanimizdagi kasalliklar o'zi aslida 30-40 da boshlangan ekan degan xulosalarga keldi. Shular bo'yicha ham fikrlar bersangiz. Haqiqatda o'sha muvaffaqiyatli kishilarni ko'p o'zimiz ham kuzatamiz. Aksariyatida vazn muammosi yo'q. Vazn muammosi, ya'ni bordir endi bir 2-3% muvaffaqiyatga erishgan insonlarning orasida deylik semizligi bor, lekin 90% dan ortig'ida e'tibor bersangiz ozg'in. Ya'ni normal vaznda. Menimcha xalqaroda gapiryapmiz, bizda cho'qini ko'p. Umuman butun dunyodagi muvaffaqiyatga erishganlar, lekin buni o'rtasida baribir bog'liqlik bor. 100%. O'sha kelayotgan zarbalar, kelayotgan o'sha stressga chidamlik deysizmi, o'sha jismoniy harakat baribir bo'lishi kerak. Men hozir yurib keldim, siz ham yurib keldingiz. Bu suhbatimiz, uchrashuvimizga ham
bizda jismoniy ozgina layoqat bo'lishi kerak edi. Bularni hammasi o'sha baribir sog'lom tana bilan bog'liqda. Ortiqcha vazn bo'lmasa, ya'ni hamma narsa me'yorida bo'lib tursa, ishlar ham o'z navbatida me'yorda ketadi. Haqiqatda ko'pchilik aytadi, ish unumdorligim yoki koeffitsient deymiz-ku, oshib ketdi deydi. Hozir siz aytgandek oshib ketdi deydi. Oldin 1 yilda erishadigan yutuqlarimga hozir yarim yilda erishyapman yoki 3 oyda erishyapman. Chunki oldin uyquchan edim, lanch edim, vaholanki yaxshi ovqatlar yerdim. Demak, odamdagi bu quvvat, energiya faqat yaxshi ovqatda emas ekanda. Bu tomonlari ham bor. Endi men yaxshi ovqat deganda o'zimizni o'zbek taomlarini aytyapman. Haligi yog'lik, dumbalar, ularni yemaslik kerak demoqchi emasman, lekin ularni ham me'yor desa, qaytanga o'sha ko'p qaytaradiganim oshqozon ichak ovqatga doim to'la tursa, miya shu bilan band bo'ladi-da. Misol uchun ovqat oshqozon ichakdagi to'lalik darajasi miyani bo'shlik darajasi bilan proporsionalda. Lekin siz shuni mana miyamda raqamlar bilan bog'lab qo'ydingiz-da. Muammo shu edi. Ya'ni nega oldingilari ishlamadi-ku, nega sizniki ishlayapti degan savolni o'zimga berdim-da. Osh yeyapsanmi desa, yeyapman. Choyxonaga boryapsanmi desa, choyxonaga boryapman. Lekin shirinlik mandagi yeydigan odam yo'q aka. Men o'sha Napoleon bo'lsin deydi. Hatto chet eldan kelayotganimda ayolim chet eldan xo'jayinim kelyaptilar, Napoleonni yaxshi ko'radilar deb har gal kechasi tayyorlab qo'yadigan strategiya deydi bu. Yeyapsanmi desa, yeyapman. Qabul qilyapsanmi? Qabul qilyapsan. Lekin buni raqamlar bilan ongli deganda raqamlar bilan bog'lab qo'ydingiz-da. Endi keling, etapma-etap qilamiz. Qaysiki bizani ko'rayotgan muxlislarimiz o'sha etapma-etap ko'rishligini istardim. Yosh bolalardan boshlaymiz. Chunki hammani davri bor, hammani farzandi bor hozir ko'rayotgan. Men farzandimga olib bordim. Bitta gap aytdingiz. Agar shu narsani qilsangiz, inson odam yeydi-ku dedingiz-da. O'sha narsa ishlab ketdi, ishonasizmi? Bizni ota-onalar o'zi anaqa xavfidan shunaqa qilar ekanmiz. Ya'ni kimda-kim farzandi go'sht yemayotgan bo'lsa, qaytanga teskarisi yoki semizlik paydo bo'layotgan bo'lsa, shular qaysi tarafdan bo'layotganligini mana farzandim misolida aytib berishingizni istardim. Ya'ni bizga bergan maslahatingizni yoshlar bilan keyin 18-20 ga o'tamiz, keyin 30-40 ga o'tamiz, keyin tepaga chiqamiz. Hozir yoshlar o'rtasida eng xavfliligi nuqtai nazardan olsak ham bo'ladi. Umuman jamiyat uchun, millatni yashab qolishi uchun, shu xalqimiz yoki bir elimizni, masalan, shu o'zbek nomini davom ettirish uchun har qanday endi yosh kategoriyasiga oladigan bo'lsak, sog'lom bo'lishi kerak. Lekin o'sha bolalar o'rtasida hozir ayniqsa vazn bilan bog'liq muammolar ko'payishi, bu ham odamni xavotirga soladi. Endi bolalardagi ortiqcha vaznni sababi nimada degan savol ham bor. Bizda o'zimga murojaat qilgan ota-onalarning ichida farzandini olib kelgan, ortiqcha vazndan qiynalyapti. O'zi aslida qiynalayotgani yo'q u. Uning uchun norma. Nimaga norma? Chunki ota-onasida shu muammo bor. Farzandimni qanday qilib ozdirsam bo'ladi? Siz farzandingizni qo'ya turing. O'zingizda qancha nima bor desam, haligi hijolat bo'lib boshqa qilib gap shundaki, bolalar, mana men ham ota sifatida ayta olaman. Oldinlari endi uylanmagunimgacha bu gaplarga cheklov bor edi, lekin mana hozir endi ayta olaman ota sifatida. Bola ota-onaga qarab baribir yuradi. Nima qilsa u to'g'ri va shu narsa yaxshi deb biladi u. Ota-onada ortiqcha vazn bo'la turib, bolalarini ozdirishga urinish bu xuddaki balchiqni ichida turib cho'milishga o'xshaydi-da. Uning uchun balchiqdan chiqish kerak deyman. Keyin cho'milish kerak deyman. Billa chiqish kerak ota-ona. O'zlarida to'g'irlash kerak. Qanday qilib tasavvur qiling, siz kollejda o'tiribsiz, farzandingizga suv ichgin deyishingiz mumkin. U sizni ichayotganingizni ichadi. Bu yerda endi kolla semirtiradi degan gap yo'q, lekin umuman olganda aytmoqchiman. Bu odatlar, ovqatlanishlar. Darsingizda Hasan Husanni aytgansizda, bittasi DNKga bog'liq emas, genga. Bitta farzandini chet elda. Hozir xuddi shuni aytmoqchiman. O'zim lagerga borganman kichkinaligimda. 25 kun turgan bo'lsam, taxminan 3-4 kiloga semirib kelgandi o'sha payt. Hamma mahalladagi qo'shnilar, "Voy, semirib ketsammi" deyishgan. Kichkina bolaman, 1-sinf, 2-sinf bolaman. Lagerga bordim. U yerda 4 mahal, 5 mahal ovqatlanardik. Albatta, u men semirmay kim semirsin unaqa paytda. Bu bo'yicha tadqiqotlar bor. Genetika bo'yicha o'tkaziladigan tadqiqotlarning aksariyati bu egizaklarda o'tkaziladi. Eng yaxshi tadqiqot usullaridan biri hisoblanadi. Shu egizaklarni bitta tuxum hujayradan tug'ilgan egizaklarni birini boshqa oilaga, ikkinchisini bir boshqa oilaga yuborishganda, bu oiladagi deylik Hasan semirib kelgan, bu oiladagi Husan ozib kelgan.
Keyin olimlarga qiziq bo'ldi, nima uchun bunday bo'ldi, aslida genetika boshqarish kerak emasmidi bizni vaznimizni degan masala. Keyin bilishsaki, o'sha Hasan borgan oiladagi odamlar semirtiradigan ovqatlanish odatlarini qo'llaydi. Husandagi esa ular har xilda yeydi, qorni och qolganda yeydi, bo'lar bo'lmasa yeb ketavermaydi, shunaqa oila bo'lib chiqqan. Bu bo'yicha keyin yana seriyali tadqiqotlar, boshqa tadqiqotlar, ayniqsa mana yaqinda o'zim Vyetnamga borib keldim. Dunyoda birinchi o'rin turadi, semizlik kamligi bo'yicha birinchi o'rin turadi. Shu ranking bor, 200-o'rin turadi. Vyetnam 2% aholisida, bu degani 100 tadan 2 ta odamda. Yaponiya 10 talikka kiradi. Amerikaning Samoasi bor, birinchi o'rin turadi. 100 tadan 76-77 tasi semizlik bor. Semizlik va hali ortiqcha vazn haqida gapirilmayapti. Endi qarang. Nimaga amerikalik, yaponiyalik, Vyetnam, O'zbekiston biz genlarimiz har xilmi degan savol tug'iladi. Aslida unday emas. O'sha genetikamiz bir xil tuzilishga ega. Keyin migratsiyani ko'rsa, deylik vyetnamliklar yoki yaponlar boshqa bir o'lkaga uchib boryapti, semirib ketyapti. Nimaga birdaniga mutatsiyaga uchradimi ular degan savollar bor bu yerda. Va bu savollarga ilmiy javoblar bor. Aslida bizni vaznimizni o'sha genlar boshqarmasligi, bizni ovqatlanish odatlarimiz boshqarishi, o'sha bolalardagi aslida ota-onalar bolasi yeyishni xohlagan narsalarni aslida o'zi yemaydigan bo'lib chiqadi. Misol uchun farzandim ko'kat yeyishni xohlayman deydi, lekin o'zi ko'kat yemaydi. Meva yeyishni xohlayman deydi, lekin o'zi meva yemaydi. Bir videoni ko'rib qolgandim, meni miyamda juda bir buzilish bo'lib ketgan. Oddiygina video. O'sha xitoyliklar adashmasam, bolasi o'ynab kirib kelib qoldi. Telefonda o'tiradi er-xotin. Birdan tashlabdi, kitob topib ishlab o'tiribdi. Bolasi kirib o'ynab, tomosha qilib qaytib ketdi. Yana qo'yib, yana telefonda o'ynayapti. Hech bo'lmaganda o'sha bolasini ko'zini o'ngida o'sha ishni qilyapti, ya'ni yaxshi ishni qilyapti degan ma'no yotibdi. O'shanga o'xshab o'zi bizni bozorlik qilishimizdan boshlabdi. O'sha bozorlikka nimalar sotib olyapmiz o'zi bir korzinkaga qarashimiz kerak. Chunki sotib olgan narsamizni boshqa narsa yemaymiz-ku. Sotib olib kirdik. Endi haligi narsani yemoqchimiz, uni yema, buni yema deymiz bolalarimiz, lekin uni asl biz sotib oldik. O'zimiz yeyishni xohlab sotib oldik. Lekin endi nima qilyapmiz? Bolalarga cheklov qo'yapmiz. Aslida demoqchiman, boladagi ovqatlanish odatlari to'g'ridan to'g'ri ota-onaga bog'liq va ota-ona agar farzandini ovqatlanishini o'zgartirmoqchi bo'lsa, o'zini o'zgartirish kerak-da. Boshqa men hech qanaqasiga yo'l ko'rmaganman, to'g'risi. Ikkinchi tarafdan ham aytib berishingizni xohlayman, ya'niki bolalar yemayapti. Ya'ni go'sht yemayapti, boshqa bo'lyapti, yemayotganda muammo bor degan holatda siz xuddi shuni ritmini aytdingiz va bizda ishladi. Endi yemasligiga ham sabablar ko'p. Endi aynan bu demoqchi emasman. Masalan, bo'lishi mumkin, ovqatni o'sha mazasi bo'lishi mumkin. Uni hidi bo'lishi mumkin. Topamni bilaman, yoshligimdan qo'y go'shti yemaydi. Qo'y go'shtini hidiga bir urilsa bo'ldi. Umuman hatto qo'y go'shti qo'shilgan sho'rani suvini ham ichmaydi. Agar shuni biroz mazasini boshqaroq qilib, o'sha hidini boshqacharoq qilib berilsa, ular iste'mol qiladi. Balki o'sha bolaga hidi yoqmayotgan bo'lishi mumkin. Bu hidi. Ikkinchisi bor mazasi. Biz tayyorlashni bilmaymiz xolos deyman doim. Hamma narsa shirin aslida. Dunyodagi hamma halol ne'matlar shirin. Faqat uni biz shirin qilib tayyorlashni bilmasligimiz muammo shunda. O'shani shirin qilib tayyorlashni o'rganishimiz. Qolaversa, undan keyingisi bu bolalarda eng zo'r ishlaydigan narsa, nafaqat bolalarda kattalar bo'lsin, umuman insonga ishlaydigan narsa bu bo'yicha o'rganilgan. O'sha stimul reaksiya. Stimul bo'lish kerak. Stimul nima degani? Masalan, men farzandimni olma yeyishni xohlayapmanmi? O'sha olmani ko'zini o'ngiga qo'yib qo'yishim kerak. Qo'yganda ham imkon qadar bolalar yeyishga qulay bo'lgan shaklga keltirib qo'yishim kerak. Deylik, archligini nima desam, to'g'rab va chiroyli qilib yoki har xil shaklchalar qilish mumkin, yulduzchalar qilish mumkin. Masalan, bolaga qiziqda. Hattoki o'sha sabzini umuman yemaydigan bola yulduzcha qilib, haliga bir tipratgan qilib berilganda yegan. Qiziqib yeb qo'yadi. Shunaqa qilib qo'yib qo'ysak, ochiq joyga har safar ko'zi tushadi. Bir safar yemaydi, ikki safar yemaydi, keyingi safar chuqurlab ko'radi, keyin tatib ko'radi, keyin yoqib qoladi. Keyin bu narsa yaxshi ekan deb yeyishda davom etadi. Biz odatda mana shunaqangi narsalarni, ya'ni deylik, bizning tanamizga keraklik yoki bir foydali bo'lgan narsalarni ko'z o'ngimizga imkon qadar qo'yib qo'yishni men xohlardim. Men oilalarda o'zim chunki shunday qilaman. Birinchi qiladigan ishim, agar meva olib kelsam uyga, birdan yuvib, tozalab, shuni qo'yib qo'yaman. Chunki yuvish ham bitta ish. Agar yuvilmay tursa, masalan, holdingni ochdi, olma turibdi.
misol uchun o'zimda bo'ladigan holatda bu, endi boshqalar bilmaydi, haligi odatda oson yo'llarni dangasalar o'ylab topadi. Men o'ta dangasa odamman o'zi tabiatdan, juda dangasaman. Ochsam agar olma turgan bo'lsa, u yuvilmagan bo'lsa yemayman. Ishoning, shu olib yuvishga erinaman hattoki. Shuning uchun shu o'zimdagi kamchilikni bilgan holatda birdan yuvdirib qo'yaman, o'zim yuvib birdan idishga solib qo'yamanki, ochib birdan olib yeyish uchun. Aytmoqchiman, shunaqa dostupnost deydi, buni olishga, yeyishga qulay bo'lgan joyda turishi, ko'zi ayniqsa muhim bu joyda. Masalan, siz shunchaki o'tiribsiz, qo'lingizda telefon yo'q edi. Farzandingiz keldi, siz bilan shunchaki gaplashish yoki hech narsa demasdan ketishi mumkin. Lekin bir safar telefon bilan o'tiring, keladi, ko'zi telefonga tushdimi, bo'ldi. Stimul bo'ldi-da, telefon stimul bo'ldi. Kaliga telefonni bergin deydi yoki o'ynayman deydi. Xuddi shunaqa narsa bizni esimizga kelmasa, ko'zimiz tushmasa, uni bilmay o'tib ketaveramiz atrofidan. Lekin ko'zimiz tushib turadigan joyda tursa, men endi shu ota-onalarga, ota sifatida aytyapmanki, shu farzandlar yeyishni xohlagan narsalarini, o'zlari yeyishni xohlagan narsa avval o'zlari yeyishi va imkon qadar shunaqa ochiq joyga qo'yishi, ko'zi tushib turishi bolalarni va tayyorlashda ham endi hozirgi kunda ko'ryapsiz-ku, ijtimoiy tarmoqlar rivojlangan. Har qanday mahsulotni har qanday turda tayyorlash retsepti bor. Oldin kitoblar sotib olinardi, uyimda ham qancha konditersiya kitoblar borda. Hozir olmadan yoki mana sun'iy intellekt AI kirib turib, olmadan 50 xil bolalarga yeyishga mazali bo'ladigan retsept yuborgansiz 50 xil yuboradi. Masalanda, demoqchiman, shunaqa narsalarni menimcha endi o'rganish vaqti keldi. Agar haligacha o'rganib yurilmagan bo'lsa, endi o'rganish kerak. Lekin shu narsalarni qildik-da. Lekin bitta gapingiz bor. Endi noto'g'ri tushunishmasin, to'g'ri ma'noda aytaman, lekin eng zo'r strategiya ekan u. Evolyutsionni yo'lda aytdingiz hozir. Evolyutsiyada sekin-sekin olib kirishni aytdingiz. Va endi sabrsizman, nima juda ko'p narsada. Men revolyutsionni hodizni ishlatdim aytilgan paytda. Umidjon, farzand agar och qolsa, odatda farzandlar yig'lab turib oyisini ko'ndirish imkoniyati bor-da, friga yoki unga hozir yig'lasan deydi, shuni olib kelib berishadi o'zlari. O'sha strategiya ishladi bizda, juda zo'r ishladi, ya'niki yo'q deb qoldi, umuman kirmaydi. Yemaysanmi? Yema. Shunaqa. Qorning ochmi? Ocha qol. Dedi. Qorni ochganda aytdingiz-ku, agar insonni qorni ochsa, ne только holva go'sht odam yeydi degan anaqada endi noto'g'ri tushunmasin, lekin u narsa ishladi. Ya'niki oxirgi revolyutsioniy xoddagi narsa ishlashini bildi inson. U qorni to'qligi uchun yoki hali ham imkoniyati bo'lganligi uchun yemas ekanda o'zi asli. Shunaqa. U sharoitga tashlasa yerkan. O'shalik boqqan kuchugim misolda aytib bering. O'sha. O'sha Step degan laqabli kuchuk uyga keldi. Angliysi kuchuk u. Angliyadan kelgan. Endi uni ismi ham juda uzun edi. Faqat охотничий deydi, охотничий kolbasalar yegan, shunaqa juda aristokrat kuchuk edi. Endi biz o'sha paytdagi yashash sharoitimiz o'rtacha edi. Endi ochig'i o'zimiz haftada bir marta yegimiz kelganda olib sosiska olib yarmidik yo'qmi, shunaqa holatda. Keyin keldi, ovqat beryapman yemaydi. Yangi tayyorlangan ovqat bersam ham yemaydi. O'zimiz haligi har xilda yaxshi ko'rib yeydigan taomlarni tayyorlab bersam ham yemayapti. Dedim. Xullas juda endi anaqa nozik. Akamga telefon qildim, mana shunaqa, yo'q, u faqat shunaqa narsa yeb katta bo'lgan. Undan boshqasini bermasa o'lib qoladilar. Keyin bir marta oddiy sosiska olib kelib berdim, uni yemadi. Oddiy sosiska yemadi hattoki. Ketdimki, yo endi dedim, Stepjon dedim, yashash uchun kurash. Yoki Sen O'zbekistondasan. Yoki bizni sharoitga moslashasan, yoki bilmadim dedim, o'zing bilasan dedim. Shuni o'ziga tashlab qo'ydim, umuman ovqat bermadim. Bir haftalar o'tdi shekilli. O'zi kichkina kuchuk edi. Bir haftadan keyin qarasam, mollarni oxirgi yem tashlab beramiz-ku. Shu yemni yeyapti. Yem. Kunjara, sho'rxa. Biz ovqatni yemagan kuchuk molni yemini yeyapti. Bir safar qarasam, kitir qiladi, nima ekan o'tsam, qo'ylar uchun makkani maydalangani bor, shuni chaynab o'tiribdi. Endi och qoldi-da, endi yashashga tushunib qoldi keyin. Endi yuvindi berdim birinchi. Men ham oxirgacha bordim-da, ovqatni yuvindisini bersam, endi shunaqa yalab qo'ydi haligini. Shu keyin bu masalada do'stlashib, o'sha yegan ovqatlarimiz yeydigan bo'ldi. Umuman olganda insoniyat erka to'yda. Hammamiz erka to'ymiz. Hozir
yaxshi sharoitda, yaxshi ovqatlar, yaxshi joy bo'lsa, kimni turgisi keladi degan savol ham borda. O'sha ma'noda bolalar ayniqsa bunga juda tez moslashadi, juda tez o'rganib qoladi. O'sha vkusovoy retseptorlar deydi, ta'm biluvchi retseptorlar. Shirin narsa kirgandan keyin undan keyingi bemazaroq narsa endi u yoqimsizda. O'sha ma'noda juda shirinlashtirishga harakat qilinyapti hozir butun dunyoda tendensiya. Bolalarning ovqatlari, yeguliklar, mana bu har xil kashalar deylik, imkon qadar mazali, imkon qadar shirin qilishga harakat qilyapti. Lekin buni orqa tarafi ham bor, mana shunaqa muammolar yuzaga kelyapti. Lekin ular endi o'zini maqsadiga qaysi tomonda ko'proq mahsulot sotib yetishyapti, to'g'ri. Lekin oddiy yeguliklarga nisbatan bizda xohish bo'lmayapti-da keyin. Mana shu masalalar bor. Umuman olganda bu bilan aytmoqchi emasman, bolalarni och qoldirib, taqa-taq och qoldirish kerak deb, lekin ba'zida inson yaxshi va yomonning o'rtasida yurgani kabi haligi bo'ladi-yu. Qo'rquvlari bo'ladi, yutuqlari bo'ladi. O'sha ozgina kerak bo'lsa shunaqa tarbiyaviy usul ham desa bo'ladi, buni qo'llasa bo'ladi. Endi agar juda imkonsiz bu holatga tushib qoladigan bo'lsa, o'sha darsingizda bir narsaniga guvoh bo'ldim va bu eng ключевой strategiyalar ekan, qaysiki faqat shu narsa o'zi aslida yechim ekan degan xulosaga keldim. Ya'ni inson ozmoqchimi, kaloriya defitsiti bo'lmasa bir tiyin degan xulosaga keldim. Ya'niki inson 1000 trenirovkaga chiqsin, anaqaga chiqib 1 kilometr yugursin, uni kaloriya defitsiti masalan 1 kilometr yursa, 1 kilometr emas, 1 soat yursa taxminan 250-300 kaloriya yo'qotamiz-da. Bitta Snickersni misol qildingiz-da, men Snickers ko'tarib, mana shu Snickers 600 kaloriya. Sen bu yoqda 250-300 kaloriya yo'qotganing bilan chiqib turib, bitta dona Snickers o'zi 600 kaloriyani berdimi, ishon, sen ozmaysan degan strategiyani aytdingiz. Ya'ni hozir yoshlarni gapirdim, lekin kattalarga o'tayotgan paytimizda shu kaloriya defitsiti eng ключевой tochkaligini ongli ravishda tushuntirib berganingiz, aytsangiz bizani muxlislarimiz ham shu ma'lumotlarga ega bo'lishib olsa degan. Buni budjet misolida ko'proq tushuntiraman, tushunarliroq bo'lishi uchun aytaman mana. Qancha daromad qilasiz oyiga? 15 million so'm misol uchun. Qancha chiqimingiz bor? 10 million so'm. Xo'p, 10 million chiqimingiz bor, 15 million daromad qilyapsiz. 5 million nima qilasiz? Buni qora kunlar uchun yoki yaxshi kunlar uchun kassaga solib qo'yaman, yig'ib boraman. Xo'p, endi shunday davr keldiki, nimadir bo'ldi-da, daromadingiz 5 millionga tushib qoldi. Lekin chiqimingiz o'sha, uni imkonsiz uni kamaytirishni. O'sha 10 million turibdi. Nima bo'ladi desam, endi kassadagi haligi olib qo'ygan pullarimni ishlatishni boshlayman. Bizni tanamizda ham xuddi shunaqa mexanizm ishlaydi. Bizga kirdimi ortiqcha kaloriya va bu juda ham to'g'ri strategiya. Bu yaratuvchini shunday qilib yaratganiki, o'sha daromadimiz kamayib qolganda ishlatish uchun shu mexanizm ishlaydi. Misol uchun xitin qobig'iga ega bo'lgan hayvonlar bor. Hasharotlar deylik. Ularning qobig'i qattiq, ular zaxira to'play olmaydi biz kabi. Shuning uchun ular doim yeb turadi. Yoki yemasa o'ladi. Bizda misol uchun meni hozirgi holatimga agar bir haligi orolga tashlasa 50-60 kun yashab beraman. Shu holatimda 50-60 kun juda uzoq. Lekin semizlikka borganimda 100 kun, ko'proq bo'lsa 200 kun, 300 kun, 500 kun ham yashaveradi. Rekorddan bor, 300-400 kunga yaqin umuman hech narsa yemagan odam bor. Faqat suv ichgan, vitaminlar ichgan. Unda juda katta ortiqcha vazn bo'lgan, hech narsa yemasdan mana yashagan shuncha. 1 yildan oshiq yashagan. Aytmoqchiman, bu biologik bizdagi o'sha nima zaxira mexanizmi. Xuddi o'sha narsani biz nimada o'lchaymiz? Kaloriyada o'lchaymiz. Kaloriyada. Biz bunda so'mda yoki dollarda o'lchasak, endi bunda kaloriyada o'lchayapmiz. Bizni yegan ovqatimizning o'ziga yarasha quvvati bor. O'shani kaloriya deymiz. U kiradi bizga va o'zini vazifasini o'sha mana men hozir harakat qilyapman, gapiryapman, kimdir meni eshityapti. Bu vaqtda nima qilyapti? Quvvat sarflayaptimi? Mashina o'chib qolgan yo'qmi? O'chib qolmasligi uchun biz quvvat sarflayotganimiz shu taomdan bo'ladi. Nozik nuqta shundaki, har bir odamni o'zini endi quvvat sarfi bor. Misol uchun men hozir o'tiribman, kimdir hozir shaxtada ishlayapti, kimdir suzib yuribdi, kimdir yotibdi va hokazo. Kimdir vazni katta, kimdir kichkina, kimdir yoshi katta, kimdir kichkina. Umuman olganda har birimizning o'ziga yarasha nimasi bor? Sarfimiz bor. Energiya sarfimiz bor-da. Mana shu energiya sarfimizga nisbatan biz qabul qilayotgan kaloriya ko'p bo'lsa, o'z-o'zidan zaxira bu yog' sifat to'plab boramiz va biz semiramiz.
Agar siz aytganda defitsit hosil qilishni boshlasak, ya'ni tanqislik yuzaga keldimi tanada, endi nima qilamiz? Shu zaxiradagi yog'larni energiya qilib ishlatamiz. Shu oddiy narsa. Bu yerda aynan ong osti deyilgandagi holatda man o'zimni formulamni bilib oldimda. Ya'ni inson o'zini formulasini bilib olgandan keyin avtomatik nima yeyotgan bo'lsa, umuman harakat qilmasdan turib shunday yotishim, bo'yimni hozir endi formulalarni aytib berasiz, bo'yimni o'lchadi. O'shani indeksatsiya qildingiz va indeksatsiyada man shunday yotishim taxminan 1700 kaloriya sarflar ekanman. Keyin uni koeffitsiyentga qo'ydingiz. Agarda sen har kuni mamincha yurayotgan bo'lsang, mana bunaqa bo'layotgan bo'lsa, uni 1.2, 1.1, 1.3, 1.4, 1.5 qilib koeffitsiyent qilasiz. Ya'niki men aniq o'zimdagi bo'yimni va enlarimni hammasini o'lchaganimdan keyin taxminan men 2300 kaloriya sarflar ekanman degan xulosaga keldim. Va uni odatda 1800 kaloriyada yesam, 500 kaloriya defitsit qilsam, men bir yilda qancha ozishimgacha bilib oldim. Ya'ni hozir bizani ko'rayotgan insonlar o'zi aslida nechta kaloriyligini bilib olish kerak. Ong shu, ana 2 kare 2 4 deysiz-ku. Ya'niki u narsani bilmasa, hattoki bu minusga ishlaydigan holat ham bo'lib qoladi. Ya'ni o'sha bo'yicha indeksatsiyasi Eng oddiy formulasi 1 kilogramm tana vazni 1 soatda 1 kilokaloriya energiya sarflaydi. 1. Eslab qolish oson. Endi buni qanday hisoblaydi? Masalan, men 80 kilogrammanmi? 80 kiloni 80 ni 1 ga ko'paytirsam 80. Demak, men 1 soatda hech narsa qilmasdan jim o'tirsam 80 kilokaloriya quvvat sarflayman 1 soatda. Lekin menda bir kunda 24 soat bor. Demak, 2000 kilokaloriyaga yaqin. Bo'ladimi? Endi 80 ni 24 ga ko'paytiraman. Xuddi o'shanday bizni ko'rayotganlar ham shuni hisoblasa bo'ladi. Masalan, tana vazni nechi? 90. Demak, 1 soatda siz 90 kilokaloriya quvvat sarflayapsiz. 24 soatda mana buncha bo'ladi. Bir oyda mana buncha bo'ladi. Endi koeffitsient degan narsa bu endi harakatimizga bog'liq. Masalan, ofisda o'tirib, har xil do'konga boradi yoki uyigacha ozgina piyoda yurishi mumkin. U yoqdan bu yoqqa o'tib uncha shunaqa yengil yashaydiganlar o'sha hozirgi chiqqan sonni, mana hozir menga 2000 deb turaylik, 2000 chiqqan sonni endi men 1.2 ga ko'paytirib olishim kerak. Men chunki faqat yotmayman-da. Masalan, mana meni hayot tarzim eng nofaol desam ham bo'ladi. Qaysi ma'noda? Mana bu ertadan kechgacha u yoqdan bu yoqqa yuradigan yoki qanaqadir marafonlar, unga qatnashadigan odam emasman yoki sportsmen emasman. To'g'ri, haligi o'zimiz uchun salomatlik uchun zalga unga qilib turamiz. No, endi men 1.2 ko'paytirdim degani bu demak 2000 kilokaloriya 1 ko'paytirsa 2400 kilokaloriya men bir kunda sarflar ekanman. Tirik inson sifatida. Endi nima qilishim kerak? Olishim uchun shu iste'mol qilayotgan taomlarimni quvvati shundan kam bo'lishi kerak. Agar menga shu vazn yoqyaptimi, demak teng bo'lishi kerak. Yo, men semirish sohilayotganman bo'lsam, ko'paytirishim kerak. Bu juda ham oddiy. Ular ham xuddi shunday qilsa bo'ladi. O'sha endi men odatda ko'p harakatchayman degan odamlarni ham ko'rganmiz, gaplashganmiz. Ko'pincha noharakatchan bo'lib chiqishadi. Chunki biz insoniyat shunaqamizki, eng ko'p qilib qo'ygan ishimizni bir oyda bir marta qilganmiz o'zi. Masalan, deylik 5 kilometr yugurib qo'ydikmi? Bir oyda bir marta. Men har kuni 5 kilometr yuguradigan odamman deb bilamiz o'zimizni. Aslida unaqa emas. Har kuni muntazam qiladiganlar boshqa, bor unaqa odamlar. Endi ular koeffitsient ko'proq oladi. 1.4, 1.5. Buni endi hozirgi kunda onlayn kalkulyatorlar bor. Quvvat sarfini aniqlash bo'yicha onlayn kalkulyator desa chiqadi. Uni bemalol formulaga qo'yib chiqarib olsa bo'ladi. Xuddi shu narsa sodir bo'ldi. Men bilib oldim o'zimnikini. Keyin sizni darsingizda anaqalar bor, mentorlar bor. Har doim ergashib, yondoshib, maslahatlarni to'g'ri beradigan. U odamga rahmat aytmoqchiman. U inson bitta joyda meni majburladi. Ya qo'y, men bilib oldim degan paytimda yo'q Umid aka dedi. Bu joyda majburlashim kerak. Uni darsingizda ham aytib o'tgansiz. Ko'p odam o'zini qancha kaloriya sarflashini bilib olgandan keyin uni ozuqasi defitsit qilish uchun kam bo'lishi kerak-ku. O'shani hisoblashda xato bo'lar ekanda. O'ylaydi, bitta Napoleonni oladi, bu bir taxminan bir 300 kaloriya bo'lsa deydi, bitta yeydi. 300 kaloriya yedim, endi to'xta 2 ta yesam bo'lar ekan deydi, ikkinchisini yeydi. Shu bilan 600 kaloriya bo'ladi. U majburlagan narsasi bizga taroz oldirtirib, kunlik
qancha o'zi har bitta yeydigan narsamni kaloriyasini bilib olish muhim bo'ldi. Qaysiki men defitsit qilishim uchun. Chunki ko'p odam kam hisoblaydida. Shunaqa. O'shaning uchun nimaga effekt bo'lmayapti deydi. Bu bo'yicha qarang, tadqiqot bor. Bu bo'yicha katta tadqiqot bor. Odamlar yeyotgan narsasini, quvvatini 47% ga o'rtachasi bu. 47% kam baholaydi. Bu degani nima degani? 50% birlik o'rtacha qilib 2000 yesam, hozir bir o'tirganda 1000 yedim deyman o'zimcha miyada. Endi qani harakatimizni bo'lsa, harakatimizga sarflaydigan quvvatni bo'lsa 53% ko'p baholaydi ekan. 53 ga 47 nechi? 100. 0 bo'lib ketadi-da. Aytmoqchiman, o'sha o'lchab ko'rmaguningizgacha bir marta taroziga qo'yib o'zi 100 gram olma qancha bo'ladi o'zi? Yoki 100 gram nonni ko'rinishi qanaqa bo'ladi degan ko'zni oldida vizualizatsiya bir shakl paydo bo'lmasa, u qiyin. Hozir mana o'sha AI dasturlari rasmga olganingiz narsani nima qilib beryapti? Nima deydi? Quvvatini. Uni ham xatoligini ko'p marta aytaman. Endi o'zimiz ham bu ishlar bo'yicha hozir yaxshi anaqalarni boshlaganmiz. Deylik, ikkita kosani mana qo'yamiz. Siz odatda yog'sizroq yeydigan odamsiz, tabiatda men yog'liroq yeydigan odamman. Men aytdimki, oshpazga yog'liroq suzgin dedim. Ikkalamizga bir xil kosada, bir xil hajmda osh keldi. Lekin oshimni tagidagi yog' oqib ketgan rasmda ko'rinmaydi. Ikkalamiz rasm bo'lsa, ikkala kosani bir xil kaloriya ko'rsatadi. Bir xil kaloriya. Lekin vaholanki meni kosamda agar 50 gram yog' ko'p bo'lsa, 50 gram ko'p emas. 450 kilokaloriya ko'p degani. Shu joyga qaytamiz, qarang. Yog' masalasini gapirib o'tishingizni xohlayman va yog'dan oldin bir narsa aytmoqchiman. Men hayotimda kechqurun choyxonaga borganligim uchun kaloriyani olib bo'ldim-ku. Ertasi kuni to'yga oshga borib, hayotimda birinchi marta to'yga borib osh yeman. Tushunyapsizda, shunchalik. Nega? Chunki meni miya ongim kirgan. Agar bu ongli ravishdagi ma'lumotni olmaganimda hech narsa qilmaydi degan holatda yerdimda. Ya'ni ong ostida kalkulyatsiya raqamlarga yondoshganingiz uchungina o'zi asli yemadim. Chunki oldingilar ham aytgan edi, lekin ongli ravishda kirmagan edi-da bu. Raqamlarga yondoshganingiz bizga kuchli anaqa bo'ldi, nima edi? Saboq oldi deydi-ku. Va yog'ni eng glavniy rolini aytib berishingizni xohladim endi. Boshqatdan chiroyli qilib. O'sha sizni hozir aytdingiz-ku, choyxonadan keyingi narsa. Mana hozir telefonim 97% ekanda. Hozir kelishdan oldin to'ldirib keldim. Telefonimni zaryadini, ya'ni quvvatini to'ldirganligim uchun men ishlatishim kerakmi endi? O'zi masalan, mantiqqa to'g'ri keladimi, yo'qmi? Yoki ishlatganim uchun quvvat oldirdimmi degan savol bor-da. Buni bir mashina misolida ham ko'p aytib berganman avval. Biz mashinaga yoqilg'ini quyganimiz uchun haydaymizmi yoki haydaganimiz uchun yoqilg'i quyamizmi deyman. Kim qaysi birini qiladi? Tasavvur qiling-da, benzin zapravkaga bordingiz, to'la bak qildingiz-da, keyin mashinani o'ttatdingiz, endi men bak to'ldirib qo'ydim. Endi buni men sarflashim kerak deb shaharda aylanib yurmaysiz-ku. Ya'ni nima qilyapsiz? O'sha sarflaganingizga yarasha benzin quyyapsiz. To'g'rimi? Siz ham xuddi shunday. Men aytyapsiz, men 2000 kilokaloriya sarflayman. Demak, siz sarflaganingizga yarasha yeyapsiz. Lekin biz ko'pincha teskari qilamiz. Xuddi hozir telefonimni to'ldirib qo'ydim, to'xtamni ishlatishim kerak deb hozir men o'ynab o'tirishim kerakligi bu g'alati bu. O'sha ma'noda. Endi yog'lar bu juda bir qiziq mavzu o'zi. Yog' shunaqangi nutrientki ovqatga hajm bermaydi. Ovqatni to'yimli qilmaydi, lekin uni quvvatini karra-karrasiga oshirib yuboradi. Bu bo'yicha juda qiziq, bir-biridan qiziq endi tadqiqotlar. Endi tadqiqotlar ayniqsa ovqatlanish yo'nalishida, balki men uchun shu soha qiziq bo'lgani uchun qiziqmi? Hammasi qiziq tadqiqotlarni. Bitta tadqiqotda qarang. Odamlarni venasiga o'zlariga bildirmagan holatda 1300 kilokaloriyalik uglevod yuborilgan. Ya'ni glyukoza yuborildi. Yuborilganda shu odam keyingi ovqatlarni kuzatilganda, shu adashmasam 1000 kilokaloriyaga yaqin bo'lgan taomni shunchaki yemagan. O'shani yeb qo'yish mumkin edi. O'shandan 500 dan oshiqroq edi. Shu 500 dan oshiqroq kaloriyani shunchaki yemadi, lekin u venasiga nima kirganini bilmaydi. Endi xuddi shuni takrorlashdi endi yog' bilan. Xuddi shuncha yog'ni venaga bildirmasdan yuborishdi. Uni ovqatlanishni ko'rganda deyarli ta'sir qilmagan. O'sha quvvatni yeyishi kerak bo'lgan quvvatni yeb qo'ygan odam. Bu bilan olimlar aniqlashgan narsa shuki, uglevod qonga kirganda bosh miyaga boradi-da, bosh miyani o'zida to'qlik hissi keladi. Bizning qonimizda uglevodning ortib borishi barobarida
ishtahamizni pasaytiradigan mexanizm ishga tushadi. Shuning uchun hozir to'yib ovqat yeyingda, keyin men sizga dunyodagi eng lazzatli taomni oldingizga qo'yib qo'yib yemaysiz. Ko'rib ko'nglingiz ayniydi. Chunki o'sha mexanizm ishga tushdi. Lekin yog'lar bilan bo'lganda bu holat, bu mexanizm ishga tushmas ekan. Miya nima ekanligini anglay olmay qolar ekan. Chunki uglevod bu biz uchun shu ayniqsa miya uchun energiyani shu ular uchun nima desam ekan, yoqilg'ida. Lekin yog' yoqilg'i emas. To'g'ri, yoqilg'i, lekin uglevodchalik emas. Shuning uchun biz yog'lik ovqat yedik, lekin qornimiz balki to'ymasligi mumkin. Vaholanki bizga juda ko'p quvvat kirib ketgan bo'lishi mumkin. Men eng ko'p eshitadigan gaplarimdan biri, men o'zi kam ovqat yeyman, kam narsa yeyman, lekin semiryapman deydi. Ularning ratsioniga qarasangiz, bir nechta xatolikni aytaman. Birinchisi, juda yog'li narsalarni yeydi, lekin kam yeydi. Haqiqatan kam. Hajm kam, lekin yog'i ko'p. Ikkinchisi, ora-sira cho'qilanib yuradi. Cho'qilanib mol yeyish bor, tovuq yeyish bor degan gap bor. Tovuq kun davomida cho'qilanib yuradi-da. U yoqqa bor, bu yoq. Lekin mol bir yeganda katta yeydi, kavshanib yotaveradi. O'sha ma'noda shunaqa cho'qilanib yuradiganlarda ham doim qandaydir vazn bilan muammo bo'ladi-da. Bir akamiz bilan kecha hozirgi tasdig'ini aytaman. Bir akamiz umid haqiqatda ovqat kam yeydi-da. Ovqat ham yeydi, men to'xtamasdan semiryapman, genga bog'layaptilar. Ya'ni har doim bahonamiz bor, kimgadir bog'lash kerak, kimgadir sababchi qilish kerak. Bog'landi, endi men sizni anaqangizdan o'tdim-ku. O'tganimdan keyin, "Ya, bo'lish mumkin emas. Aka, menga bir kunlik anaqangizni ayting" desam, "Yo'q, rostdan mana ertalab turaman deydi. Men hech nonushta ham qilmayman" deydi. "Nima qilasiz?" desam, "Anaqam bor" deydi. Bodom yong'oqlik boshlaydi. Voy, kulib yubordim-da. Menga darslarni bitta dona galovka bor, yong'oqli galovkasini nechta kaloriyaga yetkazsiz? O'shandan keyin boshlandi. Bo'ldi, boshqasiga o'tmadi dedim. Yong'oqni anaqasini aytib bersangiz, effektini aytib bersangiz. Endi o'sha hech yemadim deganda ham ularni yeydigan narsasidagi quvvat haqiqatda juda katta bo'lib ketadi-da. Bizni ayniqsa oxirgi vaqtlarda tayyor mahsulotlardagi yog'larni, chunki nimaga bilasizmi? Savol tug'iladi-da. Nima uchun mana ishlab chiqaruvchi, tadbirkor mahsulotiga yog'ni ko'p qo'shishi orqali ko'proq sotyapti? Buni orqasida shunaqa savollar bo'lganda, tadbirkor o'ylamayaptimi? Xalq semirib ketadi, ularni o'rtacha yashash muddati kamayadi, doimiy oladigan mijozlar soni kamayadi degan narsa o'ylamayaptimi degan narsa bor. Nimaga desangiz, yog'ni qanchalik ko'p qo'shsak, shunchalik u shirin qiladi-da. Agar yog' bilan tuz yoki yog' bilan shakar kombinatsiya bo'lsa, ikkalasi bombaga aylanadi u. Yog'ni o'zini kim yeya oladi? Shakarni o'zini yegan odam ko'rganmisiz? Qoshiqlab shakar yeb o'tirgan odam. Lekin shakar bilan yog' aralashsa, shunaqangi dahshat bombaga aylanadiki, uni yeb to'ymaysiz. Masalan, kremlar, boshqalar yeb to'ymaysiz. O'sha ma'noda tadbirkorlar umuman ishlab chiqaruvchi uchun yog'ni ko'p qo'shish ularni foydasiga ishlaydi bu ma'noda. Chunki ovqatni yoki o'sha mahsulotni nima qilib beradi-da, mazali qilib beradi. Endi yong'oqlar deganingizga bizni odatda o'zbek ratsioni dasturxonlari endi hozir kamayib ketdi, lekin yoshligimdan eslayman, doim ayniqsa yosh kattalarning uyiga borganimizda mayiz, bodom, pista, yong'oqlar turardi. Hozir endi biz ularning o'rniga o'sha fri, gamburgerlar bilan nonushta qilyapmiz. Aytmoqchiman, o'sha yong'oq haqiqatda tasavvur qiling, 700 kilokaloriya. Men hozir solishtirib tushuntiraman. 700 kilokaloriya nima deganligini. 100 grammida. Men sanab ko'rganman, 100 gram yong'oqda o'rtacha 7 dona yong'oq bo'ladi. 7 ta 8 ta. Endi mayli 10 ta turaylik. Bitta dona yong'oq 70 kilokaloriya bo'lyaptimi? Bir dona yong'oqning ichidagi 100 gram olma 50 kilokaloriyada. Katta mushtumdek keladigan olma, bir dona yong'oq. Juda katta farqi bor-da quvvatida. Endi 700 kilokaloriyalik 1 kilogram yong'oq bilan olmani endi solishtirib ko'ring-da. Masalan, 1 kilo yong'oqni evaziga biz qancha yeyishimiz mumkin? Bu yoqda 100 grammida 50 bo'lsa, 1400, yaqin 1,5 kilo biz 100 gram yong'oqni o'rniga demoqchiman, 1,5 kilo olma yeyishimiz mumkin demoqchiman. Quvvati bir xil bo'laveradi. O'sha oz yeyman, kam yeyman, semiryapman deydiganlarga men aytgan bo'lardim, o'sha yeyotgan mahsulotlarni bir quvvatga qarab qo'yishlarini.
quvvatiga. Uni o'rniga ko'p yeyish kerak. Men doim aytaman. Ozmoqchi bo'lgan odam ko'p yeyish kerak. Ko'p. Miqdor jihatdan ko'paytirish kerak. Chunki u odam birinchi marta, ikkinchi marta emas, 5, 6, 10 marta ozishga urinayotgan odamda u. U juda ko'p usullarni qo'llab ko'rgan. Hattoki men bilmagan usullarni qo'llab ko'rgan odamlar bilaman. Ular nimaga qaratgan? Fokusni ovqatni miqdorini kamaytirishga qaratgan. Muammo shunda. Tushundim. Yoki ovqatlarni iste'mol qilish sonini kamaytirgan. Misol uchun bir xilla bor, bir kuni bir mahal ovqatlanadi. Boshqa payt mumkin emas menga deydi. Nimaga? Ozmoqchiman. Bir xilla bor, o'tirasiz, bir piyola ovqat yeydi. Misol uchun osh yeyapsiz, 2-3 ta osh yeydida yoki 2-3 marta yeydida bo'ldi deydi. Nimaga? Ozmoqchiman. Yo'q, bu bilan ozib bo'lmaydi. Mumkin 5-10 kilogramm, 20 kilo ozganlar bordir meni ko'rayotganda. Lekin kommentariy yozib qoldirsam yaxshi bo'lardi. Shu ozib qayta semirib ketganda-da. Ozib ko'p qayta semirib ketadi. Chunki bizni miyamizda shunaqa narsa bor, mana oral stimulyatsiya degan narsa bor. Oshqozonni o'zini hajmga bo'lgan o'sha retseptorlarning ta'siroti bor. Umumiy hisobda bir sutkada biz 2-2,5 kilo ovqat yeyishimiz kerak. Bu hajmni kiloni hisoblaydi miya. O'ylamang, faqat quvvatni hisoblaydi. Uni hajmi, uni mazasi, uni issiq sovuqligi, masalan, eshitganmisiz? Sovuqligim oshib ketdi, qo'y go'shti yoki boshqa narsa yeyishim kerak deydi. Bu hammasi miya juda chiroyli regulirovka qilib turadi-da. Endi o'sha miqdor jihatdan ham siz 2-2,5 kilo ovqat yemayapsizmi? Bo'ldi. Qachondir sirif bo'ladi. Bir oy, kimdir sabri kuchli bo'lsa, 3 oy boring ana, 6 oydir. Lekin 2 yildan oshiq shu narsani qo'llab ko'rgan odamni hali ko'rmadim, balki bordir endi. Shunaqangi odamlar. Lekin bilasizmi, hozir aytgan narsangizga qo'shilaman. Sababi endi kilokaloriyani bilib oldik-ku. Vodrinda qanchaligini, pomidorda qanchaligini, o'shanga eng kam kilokaloriyali narsada qorinni tezroq to'ldirish strategiyasiga o'tib olganman, deyman. Masalan, osh kemada bodring turibdi. Uni 100 grammida 15-16 kilokaloriya bo'lishini bilaman. 100 grammi o'zi qancha bo'lishigacha bilaman. Tak, bodring. Qon aylanishiga pomidor. Chunki aytganingizdek, oqsil, uglevod sostavi uchalovi bitta narsada ushlab turilishi kerakligini bildimda, и klishatki. O'shalarni o'zim formirovka qilishni boshladim. Ya'ni miyadagi nastroykamni to'g'irlab oldim-da o'zim uchun. Menga tez oshish kerak emas ekanda-da. Men maqsadni qo'yib oldim. Maqsadni qo'yib oldim. O'sha tarafga qarab yuribman-da. Bu maza qilyapti, to есть. Men to'g'ri boshida srazu qattiq tashlavordim, keyin u noto'g'riligini keyingi darslarda o'rganib oldim. Axta bu noto'g'ri ekan oldim, yoki yana o'zim izimga tushib oldim. O'zimga izimga tushishim mani stabilniy disiplina deydi-ku, o'shanga olib kelib qo'ydi-da. Shunaqa. O'sha bundan keyin yana bir kuzatib ko'ring-da, yoki mana biz hozir tomosha qilayotganda bu kuzatib ko'rsin-da o'zini. Odatda tadbir, mehmondorchilik bizda ko'p-ku. Borishadi. Mana bundan keyin kuzatsin, borishadi. 3-4 xil taom tortiladi. Somsa, tabaka, sho'rva, osh, yana bir narsalar orqasidan tort ham beriladi endi kamiga. O'sha odam o'ziga kelsin-da uyga. 2-3 soat, 4 soat o'tgandan keyin bugun nima yedim o'zi degan bir savol berib ko'rsin. Bir tuzukliroq narsa kelmaydi xayoliga. Chunki hamma narsani oz-ozdan yedi-da. Oz-ozdan yedi. Bizni miyamiz shunaqaki, bitta narsadan bittada to'yinishni xohlaydi. Bittadan. Masalan, oshmi? Osh. O'tirasiz, oshni paqqa tushirasiz. Nima yeding? Bugun osh yedim. Nima yeding? Bugun somsa yedim. Lekin biz mana shunaqa mayda-chuda demoqchiman. Mana shu mayda-chuda qilib yeb yuradiganlar to'yinmaydi ular. To'yish boshqa, to'yinish boshqa-da. Bu bo'yicha ham katta mavzu bor. O'zimizda yaqinda bo'lgan narsa, bir joyda o'tirib, har xil taomlarni yeb ko'raylik dedik-da. Har xil taomlardan oldik, oz-ozdan-da. Qornimiz endi shunaqa to'yib ketdi. Men shaxsan juda to'yib ketdi. Lekin aytayapman-da, nima yedim o'zi deyapman-da. Bir hech narsa kelmayapti xayolga. Ya'ni cho'qinlanish yoki o'sha har xil narsani mayda-mayda qilib yeb yurish odamni to'yintirmaydi. Oqibatda ortidan hech qancha vaqt o'tmasdan qon o'chib qolaveradi. Shuning uchun men doim aytaman, ozmoqchi bo'lgan odam to'yib, har mahal ovqatni to'yib yeb olish kerak. Masalan, nonushta qilmoqchimi? O'tirib polotni deymiz, haliga nima deydi o'zbekchasiga? To'yib nonushta qilish kerak bo'ldi. Ba'zilarni eshitaman, masalan, 3 mahal ovqatlanish haqida ham gap ochiladi-da. Nonushta qildi soat 9 larda deylik. 12 bo'ldi, obed vaqti bo'ldi, ko'pchiligini davlat ishlaydi. 12 dan 1 gacha tushlik vaqti, chiqib tushlik qilib kelish kerak-ku. U tushlik qilib kelish kerakligi uchun tushlik qiladi-da chiqib. Muammo ham shunda. Shu narsani ham yaxshilab tushunib olishdan xohlardim odamlarni.
sizni qorningiz qachonki och qolsagina yeng. Shu narsani mahkam ushlab olish kerak. Man shu strategiyaga o'tib olganman. Ha, haligi vaqt bo'ldi-ku degan narsa yo'q o'zi aslida. Vaqt bo'ldi-ku degan narsa. Vaqt faqatgina shu Ramazon oyidagi ro'za tutayotgan odam saharlikkacha tugaguncha vaqt yeb olish kerak, gap so'z yo'q, va ochilganda yeyish kerak. Unda vaqt ishlaydi. Lekin mana odatda boshqa vaqtlarda to'xta soat 1 dan 2 gacha men tushlik vaqtim chiqib turib, hali qornim ochgan yo'q-da, eng qizig'i. Chiqib yana tushlik qilish yoki kechqurun masalan soat 3-4 larda deylik o'tirib choy ichganmiz, boshqa qilganmiz, ovqat yeganmiz, lekin uyga kelsangiz soat 7-8 da oilangiz ovqatlanib o'tiribdi. Kelmay ovqatga deyishdi. Ularni oldida ovqatlanib o'tirish uchun o'tirib ovqatlanish shart emas demoqchiman. Choy ichib o'tirsa ham bo'ladi odam. Chunki hech qancha bo'lmadi o'zi ovqat yeganiga-da. Ya'ni bundan ikkinchi bir qoida bizda shakllandi hozir. Bu nima? Qorin rostmana och qolganda ovqatlanish. Endi rostmana och qolganligini qanday ajratsa bo'ladi degan savol ham bor, chunki ba'zilar ajrata olmaydi. O'sha bizda emotsional ochlik ham bor-da, chunki kimdir meni hozir kayfiyatimga tegsa, birdaniga nima qilaman? Qornim ochib qoladi. Nimalardir ayniqsa shunaqa paytda bilsa bo'ladi, shirinlik, muzqaymoq, shunaqa narsalarga kelib qoladi o'zidan o'zida. Bu emotsional ochlik. Ikkinchidan, birdan och qolish paydo bo'ladi, birdan yo'qoladi. Bu ham emotsional ochlik. Uchinchisi, emotsional ochlikda nimadir stimul bo'lishi kerak. Tashqi muhit yoki ichkaridan bo'lishi ham mumkin. Nimadir hayolingizga birdan dib kelib qoldi-da, kayfiyatingizga ta'sir qildi-da, birdaniga och qolib qoldingiz. Bu ham bo'lishi mumkin. Fiziologik ochlik bu sekin boshlanib, oshqozon g'ildir qilib keladi-da. Men aytaman, bu shirin ovozlar deyman-da, chunki hozir shunaqa zamonda yashayapmiz, oshqozonning ovozini eshitishga ulgurmayapmiz hozir. To'g'risi-da, shu g'ildir ovoz eshitilishi kerak-da. Ana o'sha paytda yeyilgan taom birinchidan mazali bo'ladi, ikkinchidan to'yib yesa, odam to'yinadi. Ancha vaqtgacha o'zini bir maza qilib, erkin his qiladi-da. Shu. Man bizani ko'rayotgan muxlislardan iltimos qilmoqchiman. Haligi aytib o'tilgan kilokaloriyangizni qanchaligini hisoblang. Eng zo'r strategiya aytdilar. 3/1, ya'ni 80 kilo bo'lsangiz, o'shani ko'paytirishingizni o'sha 24 soatga va koeffitsiyentda qo'yib, kommentda necha kilokaloriya sarflashingizni ko'rishingizni xohlardim va o'shanga qarab turib ovqatlanish strategiyasini qo'ying. Va ikkinchi masalasi, haligi aytib o'tgan Feruz akani har bitta taomni kilokaloriyasini bilib olishinglar va rutinda ko'rib olishinglarni istardik. Endi to'g'ri, men 28 ta adashmasam 2 oydan oshuv darsingizdagi videolarni ko'rdim. Men hozir sonida adashayotgan bo'lishim mumkin, lekin o'zi asli mayli reklama bo'lsa ham aytaman, men o'zim tasdiqlab shundan o'tganligim uchun tavsiya qilayotgan holatim. Feruz akadan iltimos qilamiz, subjektida yozib o'zingizning linklaringizni, ma'lumotlaringizni berib qo'yish, chunki bizda ham ko'p odamlar xohlayotgan bo'ladi va u narsani yozib qo'yib, bizdan to'g'ri chiqishingizni aytadi. Ya'ni tavsiya qilasanmi desa, men turibman tavsiya qilaman degan holat, chunki ungacha ishoning juda ko'p narsa harakat qilganman va menda ishlamagan va ishlagan holati taxminan bir 6-7 oydan oshdida. Buncha davrida anaqa qilinmagan, orasida chiqishlar bo'lgan. Lekin siznikida alhamdulillah ana stabilni ketyapti-da. Keyingi savolim, rosa ko'p odam adashar ekan va buni siz menda to'g'rilab berdingiz. Odatda bugun ovqatlandi yoki nimadir bo'ladi, ertasi kuni unda tarozga chiqadi. Qarasaki 2 kilo semirib qolgan bo'ladi. Va u asli semizlik emasligini tushuntirib berishingizni istardim, chunki ko'p odamda shu holat bo'ladi. U nimani hisobiga nima bo'lishi, u ozishda o'sha kilokaloriyani kunligi, haftaligi, bir oydagina ta'sir ko'rsatish olishini aytib o'tsangiz yoki bir kunda kecha ovqatlangan va bugun chiqqanini hisobiga 2 kilo semirib qoldi va men semirdim deydi. Va xuddi shunaqa ozayotganda ham bitta nimadir ritm qiladi va bir kunda 2 kiloga ozadi va bu asli ozishmasligini aytib berishingizni xohlardim. Ozmoqchi bo'lgan odam endi vazni bo'lishi mumkin, lekin shu anaqa keladi-yu, bir fikr keladi, ozishim kerak degan. Birinchi qiladigan ishi taroziga chiqib, ko'rishni boshlaydi va buni har kuni qilishni boshlaydi. Har kuni taroziga chiqaradi. Hattoki shunaqa odamlarni eshitganman, 7-8 martalab kun davomida 7-8 martalab grammlargacha qarab turadi. Endi buni aytaman, ko'p qaytarganmiz bu noto'g'ri ekanligini. Ya'ni bugun deylik, men taroziga chiqdim, 80 kilogramm ko'rsatdi. Lekin men kechga kelib
deylik qovun tarvuzlar yedim, suv ichdim, boshqa qildimda ertalabga taroziga chiqsam 82-83 ham bo'lib qolishi mumkinda. Ya'ni bu vaqtda meni tanamdagi suvlarni o'ynashi. Chunki mana 80 kilo bo'lsam 40 kilo ham suvga to'g'ri keladi hozir. 40 kilo. Suvni ozgina foizlarga o'zgarishi ham tarozni o'zgartirib yuboradi. Qarayapman bir kunda 3 kilo, voy deyapman, kecha qovun tarvuz yegandim, meni semirtirib yubordi-da deb nima qilaman? Yoki qovun tarvuzga nisbatan nafratlanib qolaman, qo'rqib qolaman, yoki bo'lmasa endi shu narsani boshlaganim tashlab qo'yaman. Yo, baribir menda bo'lmasa ekan, men baribir semirib ekanman degan narsa bo'ladi. Shuning uchun aytgan bo'lardimki, tarozidagi vazn bu 2-3 kilogramm plus minus bo'lib turadi. Bu tabiiy holat. Endi siz boshladingiz, bir oradan 1 kun, 2 kun o'tdi yoki 1 hafta o'tdi ham deylik. Qarasangiz vazningiz o'zgarmagan turibdimi? Bu o'zi natija. Qaysi ma'noda? Nimaga? Chunki shu vaqtda siz yarim kilogramm yoki 300 grammga semirishingiz ham mumkin edi. Qolaversa tarozi bu juda kichik ko'rsatadigan narsa. Ya'ni aslida bizni tanamizdan yog'lar ketyaptimi? Suv ketyaptimi? Mushak massa ketyaptimi? Tarozi ko'rsata olmaydi-ku. Misol uchun ikkita yo'nalishda ozayotgan odam. Keto dietada ozyapti bittasi. Bittasi 3 mahal ovqatlanib, normal ovqatlanib ozyapti. Ikkalasini bir haftada ko'rishsa 3 kilogrammdan ozgan. Tarozida bu. Endi uni nima qilishdi? MRT qilib ko'rishdi. Butun tanasini tekshirib ko'rishdi. Tekshirib ko'rishsa, haligi 3 mahal ovqat yeyotgan odam 2,5 kilogramm yog'larni hisobiga ozgan. Keto dieta qilayotgan odam 3 kilogrammga yaqin bu 1 kilosi suvlarning hisobiga 2 kilogramm suxoy massa deydi buni. Mushaklar massasini hisobiga ozganligi aniqlanyapti. Qarang. Bunda yog' o'zgargani yo'q. Mana keto dieta qilayotganda, lekin bunda yog' o'zgardi. Vaholanki tarozda ikkalasiga ham bir xil son turibdi. Demoqchiman, to'g'ri yondashilsa, vazn hattoki o'sha ba'zida qimmatlamay qoladi, ba'zida ko'tariladi, ba'zida tushadi, lekin umumiy holatda mana bir oyda 3-4 kilogramm ozyaptimi? Bu zo'r. Ikkinchidan, bugun pachov bo'ldi degani bo'ldi, butun hayot pachov bo'ldi degani yoki butun ozish strategiyasi pachov bo'lib ketdi degani emas. Hammamizda bo'ladi. Misol uchun men bugunda o'zida 5000 kilokaloriyali ovqat yeb qo'yishim mumkin. Vaholanki meniki sarfim qancha? 2000. 2,5 barobar ko'p yeb qo'ydim. Bo'ldi menda shu bilan tugadimi? Yo'q, menda qolgan kunlar bor. Hafta bor, oy bor. Masalan, o'sha odatda 500 dan har kuni defitsit qilib borardim. 500 kilokaloriya, 500, masalan, oddiyroq qilib tushuntiraman. 2000 sarflayotgan odamman va men ozishim uchun 1,5 ming yeyotgan odam edim. 1,5 ming. 500 defitsit bo'layotgan edi. Lekin nimadir bo'ldi-yu, bir kun 5000 yeb qo'ydim. Misol uchun. Endi nima qilaman? Qolgan kunlarga bo'lib olishim kerak o'shani. Muammo yo'q. Yana o'sha odatdagidek davom. Bizning hayotimiz o'zi 100% o'qda ketmaydi-da. Baribir anaqa bo'lib turadi-da. O'sha 80-75% eng muhimi odatda qilib yuriladigan ishlar muhim. 20-25% bu xatoliklar bo'lib turadi. Bu normal holat. Shuning uchun taroziga ha deb chiqaverish kerak emas. Mabodo vazningiz plus minus bo'lib qolgan bo'lsa, plus aniqrog'i bo'lib qolganda bundan qo'rqib yoki bir xavotirga tushib, men ozmayapman demas kerak. Odatdagi o'sha strategiya deylik, o'sha defitsit qilishda davom etaverish kerak. Va ko'p ozdiruvchi yo'llar, men juda ko'p 100 ga yaqin o'sha ozdiruvchi yo'llarni bilaman hozirgacha. Bundan yana boshqa yuzlab yo'llar bor. Ularning asosi baribir o'sha kaloriya defitsiti. Shuni ustiga qurilgan. Hammasi. O'shaning uchun fundament dedi. Ha, ozish dedimi bo'ldi. Bilingki, bu ostida nima turibdi? Kaloriya defitsiti turibdi. Endi kaloriya defitsiti qilayotganda bu shunaqangi oson narsaki aslida. Agar ongli bo'lsa. Ha. Ratsionni ham o'zingizga moslab qilasiz. Ya'ni, misol uchun mana men sizga ratsion berdimmi? Yo'q, men hamma narsani buni ye degan narsa yo'q, masalan. Ya'ni uni odam o'zi tanlaydi. Chunki men xohlaymanmi, xohlamaymanmi ratsion tuzayotganda o'zimdan kelib chiqib tuzaman baribir. to'ppa-to'g'ri. Siz misol uchun sharoit har xil. Misol uchun Umid aka menga to'g'ri yashashni, muvaffaqiyatga sizdek erishishimni, shuni yo'lini chizib bering desam, siz o'zingizdan kelib chiqib chizib berasiz baribir. Men u yo'lda yasha olmayman. Xuddi shunday men sizga qilib bergan ratsionda ham siz yasha olmaysiz-da. Lekin siz menga qonunlarni o'rgatishingiz mumkin.
qonunlarni asosida men o'zimni hayotimga moslab olishim bu boshqa masala. Ya'ni aytadi-yu, haligi baliq ovlashni o'rgataman, baliqni emas, baliq bermayman senga, baliqni ovlashni o'rgataman deydi. U xohlagan joyda xohlagan balig'ini keyin ovlashi mumkin. O'zi yaxshi ko'rgan fukusidagi. Shunaqa. Keyin bir narsaga qo'shimcha qilmoqchiman. Bizani ijtimoiy tarmoqda ko'rayotgan, nafaqat ijtimoiy tarmoqda ko'rayotgan bir odamga dars o'tdingizmi? Menga o'tdingiz-a? Prosta endi ana e'tirof uchun aytayapman, lekin anaqa maqtash maqsadida emas. Lekin Feruzaga ko'p narsaga sababchi bo'layotgan ekanlar degan xulosaga kelishishni boshladim. Nega? Mana bizani ko'rayotgan universitetda do'stlarim, bizni choyxonani o'zgartirilishiga sababchi bo'lgan insonsiz. Qaysi ma'nodaki desa, bizni choyxona shaklida qilmayapmiz уже. Bizni har bitta choyxonamiz bir gal bowling o'ylashni bo'lyapti, bir gal voleybol, bir gal anaqaga o'tkazdik. Nega? Sababi siz bergan ma'lumotlarni men bolalar bilan ulashishni boshladim. Telefonni ber, anaqasini ber, уже boshlandi va bu holat bizda o'zgarishga sababchi bo'ldi. Harakatda kaloriyani ishlatishi va u defitsit hosil qilishligi, hammaning sog'lom yashash tarzi deydi-ku, o'shalarga sababchi bo'lsa, hatto bilmagan holatda. Xursandman bundan. Bu gaplarni eshitib bizga yanada bir g'ayrat, shijoat keladi. O'zi eng yaxshi ko'rgan hayotingdagi nima desam ekan, ishing deydimi endi. Men bunga o'zi ish sifatida qaramaganman hech qachon. Umuman. Bugun o'zi ikkita tadqiqot o'qidim. Kun bo'yi qo'lim bo'shadi deguncha nimadir kirib, yuragim oshiqib turadi shu narsaga, chunki bir hayotimning ajralmas qismi bo'lib qolgan qandaydir. Juda yaxshi ko'raman. O'zimga anaqamga juda qattiq mehr qo'yganman. Aytmoqchimanki, buni agar negizidan ko'rsangiz, butunlay boshqa kartina deylik, shunaqa bo'ladi va mana shunaqa bir fikrlarni eshitib, yanada shijoatingiz ortaveradida. Demak, to'xta, nimadir yaxshi ish qilayotgan ekanman degan baribir odamga bir xursandchilik beradi-da bu. Bundan juda ham xursandman. Lekin yondashishingiz 2x2 turli strategiyasini qo'llashingiz yoqdi. Ya'niki har bitta darsda bir ma'lumotni aytdingiz, uni tadqiqotini aytyapsiz va asoslab beryapsiz. Anaqaga sahnada qanaqa? Chunki insonda o'zim haqman degan yondashuv bor-da. Masalan, biza ham nimadirlarni eshitganda, "Ya'g'ay, mana bu narsada noto'g'ri aytilyapti" deydigan kontra argument bermasligi uchun tadqiqotni chiqarib qo'yyapsiz-da. Ya'ni mana shu bo'yicha tadqiqot o'tkazilgan va asosli, ya'ni inkor etib bo'lmaydigan holatda bu. Mendan so'rashadi, "Sizni ozduruvchi usulingiz qanaqa?" deyshadi. Aytaman, "U usul meni usulim emas. Bu usulni bazasi, fundamenti shu qadar mustahkamki" deyman. Aqli bor odam inkor qila olmaydi deyman. Aqli bo'lish kerak faqat, to'g'ri. Chunki ba'zilar bilan bo'lgan shunaqa holatlar, gap so'zlar, ya'ni termodinamika qonunlarini inkor qilib o'rganlar bo'lganda. Termodinamika qonunini, masalan, u qonun u bir qoida emas, qonun. Hattoki shuni ham menda ishlamaydiganlar endi bor, masalan, bu qonunlarni yaratuvchisi bor, Alloh taolo. O'zi xohlagan bandalarni ishlamasligi mumkin. Unga hech kim inkor qila olmaydi uni. Lekin ommatan, ya'ni umumiy olganda qonun yer yuzi uchun, biz insonlar yoki mavjudotlar uchun yaratildimi? U ishlaydi. Va shuni asosida, shuni bazasida shakllangan bu ma'lumotlarda. Tibbiyot bu oldi qochdi gaplar. Bu meni fikrim, seni fikringning ustiga qurilgan narsa emas. Tibbiyot buni o'zini bazasi bor, o'zini fundamenti bor. Misol uchun hozir din masalasida ikkalamiz birinchidan gaplashishga layoqatimiz yo'q. Ikkinchidan buni biladigan odami bor. Uchinchidan u odam bizga manbasiz gapirmaydi baribir. To'g'rimi? To'g'ri. Albatta, yo Qur'oni Karim yoki hadis sharifdan bir manba keltiradi. Buni o'sha tadqiqot keltirganimiz kabi isbotlab beradi. Xuddi o'shanday men o'zi shu narsalarga juda tarafdoriman va tibbiyot yo'nalishida sohasida gapirayotgan bir odam bo'lsin. Hozir mana ijtimoiy tarmoqlarda hammaning qo'lida mikrofon, xohlagan gapni gapirish mumkin. O'sha noto'g'ri ma'lumotlarni ham ko'p odamlarga singdirib yuborishyapti. Shu narsalarga xohlardimki, endi balki bunga qarshi bir qandaydir chora-tadbir ko'rish kerakdir degan savol ham bor miyamda. Chunki bilib turib bir chetda bilmaslik yoki bilmaslikka olib turish ham bir noto'g'ri ekanda o'zi. Buni ham so'rasam noto'g'ri bo'ladi. Ya'ni ko'ra bila turib indamaslik ham noto'g'ri bo'ladigan masalalar bo'ldi. Ikkalamizning suhbatimiz davomida aytilgan gaplarim bu meni fikrim emas o'zi. Bu meni fikrim emas.
Bu o'sha bazasi bor va xohlagan odamga xohlagan vaqtda men uni manbasini keltirib bera olaman. Chunki yana qaytaraman, tibbiyot bu fikrlar ustiga qurilmaydi. Fikrlar yig'ilib tadqiqotni modelini yasab berishi mumkin, lekin misol uchun siz u deb olg'a sursangiz, men bu deb olg'a sursam, ilmligi qolmaydi unda. Hamma o'zicha tortaversada har tarafga. Qo'shilaman, chunki baribir inson o'zini aqldagi darajasi bilan fikr berishni boshlaydi-ku. Odatda shu bois men aksariyat holatda ko'p odamni ko'p holatda tavsiya bermayman. Ya'ni tavsiya berishim uchun o'shani garmdorni chaynab ko'rish kerak yoki shirinligini berib ko'rish kerak yoki siz berayotgan ma'lumotlarni asosli berish kerak. O'shaning uchun men qo'rqmasdan o'zim tatib ko'rganligim uchun, o'zimda bo'lganligi uchun tavsiya qila olmayman deb qo'rqmasdan ayta olmayman-da. Sababi bu o'sha aytganingizdek sizni gapingiz emas deganda, chunki berilayotgan ma'lumotni har doim asoslab berish, pol bo'lsa ham aytaman, har kimga emas ekan degan fikr bo'lganligi uchun, ya'ni hozir biz suhbat qurib o'tiribmiz podkast qilib. Feruza aka, mani xohishim nimadaki deganda, nega bu sentyabrdan chaqirishni xohladingiz deganda, aksariyat holatda o'simlikni o'stirayotgan paytingizda o'sha o'simlikka suv quyasiz, ozuqasini berasiz va u katta bo'lib, gullab, u olmasini yoki mevasini berishni boshlaydi-da. Shu holatda unga berilayotgan ozuqani hisobiga u zo'r meva bera oladi yokida insonga nisbatan oladigan bo'lsa, inson o'zini tanasini sog'lom ushlashli, sog' tanda sog'lom aql deydi-ku. Ya'ni sog' tag'da sog'lom aql bo'lishligi uchun nimalarga e'tibor berishligimiz juda muhim va bu narsani bizani jamiyatimiz, xalqimiz bilish kerak. Chunki sizni ham dardingiz bor ekan. Ichingizda hozir aytdingiz-ku, bu insonlarga bu narsalarni berayotganda yo'q, asosli bo'lishi kerak va asosli ma'lumotlar sahnaga chiqishi kerak va sahnaga chiqilganda yo'q, to'xta, mana fikrli odam mana bunaqa ma'lumotni berdi va men farzandimda, o'zimda shu narsalarni qo'llab, men jamiyatga ko'proq hissam qo'shilishiga sababchi bo'ladigan holatni yaratishimiz kerak. Ya'niki sog' tanda sog'lom aql degan holatdagi va jamiyatdagi dardni asosli ma'lumotlarni berib o'tsangiz, aynan shu sog' tanda sog'lom aqldagi holatda bog'lab bersangiz degan fikrni olg'a surishingizni istaman. Xo'p, o'sha sog'lom tanda keyin sog' aql kelyapti. Demak, badanni sog' bo'lishi, bu bo'yicha qarang, tadqiqot bor. Odamdagi ortiqcha vaznni ortib borishi, semizlik, yog'larni ko'payib borishi, miyani hajmini kichirayishi bilan to'g'ri proporsional ekan. Ya'ni qanchalik sizda ortiqcha yog'lar ko'p bo'lsa, miya shuncha kichkina bo'ladi. Qanchalik yog'lar kam bo'lsa, miya shuncha katta, ko'proq xotira, ko'proq operatsion tizimlarni, ya'ni operatsion ishlarni bajaradi va hokazo. Demak, birinchisi men hammaga aytmoqchi bo'lganim, sog'lom aql bu normal vazn bilan assotsiatsiya bo'lishini xohlardim. Men aytmoqchi emasman, semiz odam beaql demoqchi emasman. Shunaqa odamlar bor, ortiqcha vazn bor, semizligi bor, lekin juda aqlli, juda bilimdon, juda odobli, u muammo yo'q unda. Lekin umumiy olganda demoqchiman, foiz ko'rsatkichlari, bir narsani tezroq bajarish, masalan, deylik siz 1 daqiqada bajaradigan ishni kimdir 1 daqiqa 10 soniyada bajarish mumkin va hokazo. Shu ma'noda aytmoqchimanki, normal vazn bilan assotsiatsiya bo'lishini. Ikkinchidan, endi ko'pchilik yoqmaydigan gap baribir. O'sha biroz biz jismoniy deylik, harakatlarimizni biroz ko'paytirishni. Biroz. Ko'p emas. Bir kunda 5-10 daqiqa, boring 20 daqiqa. Shunchaki chiqib sayr qilib kelish. Bir Yaponiyada adashmasam, olimidan juda bir ulug' odam bo'lgan ekan. Ko'chada sayr qilib yursa, bir kishi borib ko'rib qolib, tanib qolib, yugurib borib so'rabdi. Biroz vaqtingiz bor ekan, shu bir savolim bor, shunga javob bera olasizmi debdi-da. U odam keyin ko'rmayapsanmi, bandman debdi. Shunchaki yuribsiz-ku, bekorchi bo'lsa, bekorchilik bilan bandman degan ekanda. Chunki o'sha narsa ham kerak. Ya'ni biz doim ishdamiz, oiladamiz yoki boshqa yolg'iz qolish ehtiyojimiz bor. O'zimiz bilan o'zimiz o'sha ma'noda, o'sha bahonada ozgina piyoda yurib kelishimiz bu mushaklarimizni, bizni tanamizdagi eng qimmat a'zo mushak. Mana yurak desa hamma birdan bir o'zini eplab oladi, to'g'irlab oladi. Yurak bu mushak a'zo. Xuddi o'shanday butun tanamiz o'sha mushaklari bu bizim juda ham qimmatli a'zo va uni saqlab qolish uchun ozgina baribir harakat kerak. Men buni ozish maqsadida aytmayapman buni. Buni ozishga umuman bog'lamoqchi emasman. Chunki ozishga harakat bu
u oxirgi darajalardagi narsa deyarli yo'q deyman, harakatga bog'liq emas deyman. Mana shu mushak massasini qaysirmos saqlab qolish uchun mana zallarda ko'ramiz, hatto 60, 70, 80 yoshda odamlar kirib, aytaman, shu yoshda kirganimizda ham shunaqangi bir g'ayratimiz bo'lsin, shijoatimiz bo'lsin, bir ozgina haligi bir mashqlar qilib turaylik degan o'zimcha ichimda niyat qilib qo'yaman-da, chunki baribir kuchlik deganda biz mushak massalarini, bir tanani, bir gavdani tik turib turishni nazarda tutamizda. O'sha ertangi egilib qolmasligi yoki boshqa holatlarda ham o'sha mushak bizni ozgina ko'tarib turadi. O'sha ma'noda qandaydir hozir ko'p endi mashqlar turi, ozgina ko'rib, YouTubedan boshqadan shunaqa yengil mashqlar qilib tursa, undan keyingisi shu taomlanishda o'zi birinchidan boshlashim kerak edi. Taomlanish bu bizni boshqaradi desam ham bo'ladi. Bizni taomimizni tarkibiga qarab turib miyamiz ishlaydi. Miya bilan ichaklarning o'rtasida juda ko'p aloqalar bor. To'g'ridan-to'g'ri nerv tolla orqali ham bor va eng muhim aloqalardan biri bu mikrobioma bilan aloqa. Bizni ichagimizda yashayotgan bakteriyalar bizni yeganimizga qarab yo ko'payadi yoki kamayadi, foydalilari. Ular o'zidan modda chiqaradi. O'sha modda miyaga borib ta'sir qiladi. Misol uchun doim Napoleon dedingiz, doim Napoleonni yaxshi ko'rishingiz va doim yeyishingizga sabab nima? Chunki uni yeb o'sha bakteriyalaringizni o'rgatib qo'ygansiz. Endi uni yemasangiz, bakteriyalar och qoladi, o'zidan modda chiqaradi. Bu modda miyaga boradi, o'zini ta'sirini ko'rsatadi, sizga o'sha Napoleonni yedirishga harakat qiladi. Qarang, bakteriya miyangizni boshqaryapti. Napoleon yedirish uchun. Mana bu narsalarga e'tibor berishga, ya'ni qo'pol qilib aytganda, oldimizga nima to'g'ri kelsa yeb ketavermasligimiz kerak deyman. Umrimda birinchi bor hayotimda ko'p narsani olib, orqasidagi kaloriyaga qarashni boshladim. Ungacha qilmaganman, ishoning. Shunda ochaman, yoqqan narsani olardim, yoqqan narsani ichib ketardim. Hayotimni orqasiga qarab turib, kaloriyasiga qaramaganman-da. Bu ham juda katta madaniyat o'zi. Mana chet ellarda, chet el demaylik, rivojlangan mamlakatlar, o'sha aynan tibbiy savodxonligi rivojlangan, tibbiy madaniyati rivojlangan mamlakatlar haqida gap ketyapti. Ular albatta e'tibor beradi. Biz lekin bunga asta-sekin kelyapmiz va umidim katta bu masalada. Kelajakda o'sha endi hozir bo'lmasa-da, lekin vaqti keladi. Bizni umuman hammamiz ham yeyotgan narsamiz e'tiborli bo'lishga, nimalar bor uni tarkibida, xo'p, shu narsani yeyapman, men uchun eng qimmatli narsa mushaklar ekan, mushaklarga nima kerak? Oqsil kerak. Men yeyotgan narsada oqsil bormi, yo'qmi degan savollar ichida-da deylik. Odatda yeyiladigan o'sha shirinliklar, shirin gazli ichimliklar quvvati bor uni, lekin oqsil yo'qda ularda. Juda kam masalan. Lekin bizni tanamiz uchun oqsillar juda ham muhim. Umuman olganda har bir nutriyentning o'zining ahamiyati bor va har bir nutriyent o'zining me'yorda kirgandagina foydasi bor. Boshqa holatlarda past bo'lishi yoki baland bo'lishi ham endi bo'lib turadi ba'zida, kunlar yoki ba'zi haftalarda bu normal holat, lekin muntazam bo'lishi endi bu yaxshi emas. Bilasizmi, hozir bir narsa aytaman, ijtimoiy tarmoqda kulishadi. Eshitasizmi? Hozir sog' tanda sog'lom aql dedik-ku. Ikkinchi maqol bor ekan. Sog' tanda sog'lom oila degan. Sog' tanda sog'lom oila. Va o'zim o'ylab topmoqman hozir. Lekin bir qiziq voqea bo'ldi. Hammaga test qilishini so'rayman. Ishonmasa test qilib ko'rsin. Agar ayolingizni yoki xo'jayiningizni sizni yaxshi ko'rishini bilmoqchi bo'lsangiz, ozib ko'ring. Nimaga bilasizmi? Agar siz ozishni boshlaganingizda, sizni jufti halolingiz, eringiz bo'lsa, ayolingiz bo'lsin, parallelni ozishni boshladimi, demak, u sizni yo'qotib qo'yishdan qo'rqadi. Bu hali o'zimda bo'lgan voqea-da. Bir endi choyxonada mana shunaqa bo'ldi. Men ozishim ayolimni ham ozishiga olib keldi. Nega desam, chunki chiroyli bo'lib ketasiz dedi. Cho'g'isi, ya'ni inson bir juftini ikkinchisida ko'rishida parallelni bir-biriga ta'siri bor ekanda buni. Desam, bir do'stim, shu menga ta'sir qilmayapti-da, dedi. Keyin men ham endi tikka gaplashamiz dedi. Mana ta'sir qiladi. Demak, seni yo'qotib qo'yishdan qo'rqmaydi dedim. Kulib yuborishdi-da bu anaqa. Keyin buni tahlil qilsangiz bor, buni tagida negizi bor ekan. Ya'ni sog' tanada sog'lom oila degan hayotiy tajriba bor ekan bu. Chunki testosteronni ham olsangiz, semirgan odamda nima kamayadi desa, testosteron kamayadi. To'g'ri. U
sizni 24 soatingizdan 8 soatingiz sifatliku. U 8 soatingizda sizni aqlingiz emas, sizni boshqa testosteronli ishlash kerak-da. To'g'ri, to'g'ri. O'sha aytganingiz ko'p bo'lgan. Haqiqatda bizda masalan dasturimizda deylik, ayoli o'qigan bo'lsa, juda ehtimoli kam uni turmush o'rtog'ini o'qishi, erini. Lekin eri o'qigan bo'lsa, ayoli deyarli 90%da. 10 ta oilada 10 tadan 9 tasida ayoli ham albatta shu ishni qilib, ozib. Ko'rasizlarmi? Erkaklar ko'proq yaxshi ko'radi ayolni, ayollar emas deydi. Shunaqa. Lekin bu yerda o'sha erkak kishini dominantligi ham bor-da, ya'ni eri qilyapti-da. Baribir o'zingizdan bitta tepadagi odamga ergashasiz-da. Misol uchun ayoli aytganini, misol uchun ayoli ozgan bo'lsa, eri ozmasligi mumkin, bu normal holat. Chunki unga ergashish ehtimoli kam-da. Lekin teskarisi juda ehtimoli katta. Shuning uchun agar eri xotinda orcha vazn muammosi bo'lsa va erkak kishi bari xohlaydi ayolni chiroyli, misol uchun o'sha qomatda bo'lishini o'zi boshlab berish kerak. Unda albatta ayoliga ta'sir qiladi. 100% qo'shilaman. U ayolga albatta ta'sir qiladi. Lekin o'zi hech narsa qilmasdan, o'ziga qaramasdan ayoliga davay degan bilan juda qiyin. Biz unaqa ayollar bilan ishlaganmiz. Nima uchun ozmoqchisiz degan savol bor bizda. Albatta beriladi har bitta o'quvchiga. Nima uchun ozmoqchisiz? Sabab nima? Erim aytgani uchun. Bilamiz u uzoqqa bormaydi. 2 oydan keyin sayohatim bor shuning uchun. 6 oydan keyin erga tegyapman yoki turmush quryapman shu uchun. Yo'q, ularda uzoq bo'lmagan, uzoq ishlamagan. Haqiqatda ichkaridan og'riq bilan o'ziga kerakligini bilib harakat endi boshlagan odamda albatta u davomiy bo'ladi, oxirigacha bo'ladi. Buni kuzatdim-da. O'sha ma'noda aytmoqchiman. Eri aytgani uchun bo'lmasin-da endi bundan keyin shu erkaklarga bir murojaat. O'zi boshlab bersa, ayolida ham albatta bu bo'ladi, natija bo'ladi. Keyin eng qizig'i bor-ku, o'zi ko'p ayollar erini ozishini xohlamas ekan. Nega? Ichidagi negizlarida esasiz kulasiz. Nega endisi? Qo'rquvlarni oshib. Yo'q, erini oldida, eri to'laroq bo'lsa, uni oldida ozg'in bo'lib yurish yoqqanligi uchun eri ozib ketsa, pastga tushishi qiyin-ku, o'sha holatda ko'p ayollar bu narsani xohlamas ekan. To'g'ri, bu ham bor. Ayol aytgandi, nima ta'sir qilgan, nima uchun ozishga qaror qildingiz deganimizda, bir marta emas, endi 2-3 marta ham eshitdim. Erim bilan ko'chada yurganimizda bu ukangizmi, bittasi o'g'lingizmi deyapti. Erini bu o'g'lingizmi deyapti. Endi mana shu tugaganda. Endi ularda bir 40 kilogramcha orcha vazn bor. Yerida normal ekan vazni. Aytdim, endi xayolimda aytdim, bu tabiiy holat endi. Chunki orcha vazn semizlik odam juda yoshini katta ko'rsatadi-da. Shunaqa. O'sha ma'noda bir qisqagina bir voqeani aytib bersam, ko'chada bir odamni ko'rasiz, lekin tanib-tanimay, yuzi issiq turadi, lekin bo'ladi-yu. Borsam, bormasammi, salomlashmasammi degan. Shunaqa voqea bo'lib qoldi. Qarayapman, tanish, yuzi issiq. Lekin hech aql qarshilik qilyapti. Yo'q, u odam emas deyapti. Keyin yaxshilab qaradim, yaqinlashdim. Yaqinlasam, yo'q, o'sha odam. Keyin bordim, salomlashdim. Salomlashib boshqa qildik. Faloncha aka yaxshimisiz? Sizni tanimay qolibman dedim. U odamni oxirgi marta ko'rganimda juda katta bo'lib ketgandi. Juda semirib ketgandi-da. O'sha ko'rganim, tanimay qolganim o'sha juda ozib, normal bo'lib, haligi bo'ladi-yu. Soldat ko'rinishiga kelib qolgan payt. Keyin gaplashib o'tirdik, boshqa qildik. Keyin menga doim qiziq bo'lgan, nima uchun ozgani doim qiziqda menga odamlar. Nima uchun ozding degan savolga javob topish doim qiziq bo'lgan. Keyin ular bilan ham sekin shu mavzuga burdimda. Faloncha aka, nima uchun ozdingiz dedim. Ularni javobi birorta joyda eshitmaganim bo'ldi. Ya'ni minglab odamlar eshitganman, nima uchun ozmoqchi bo'lgan, lekin ulardan eshitganim birorta odamdan eshitmaganman. Ular aytayaptiki, men birdan o'ylab qoldim. To'xta, ertaga baribir o'laman. O'lsam, bu gavdamni qanday qilib g'assol yuvadi? Bu gavdamni qanday qilib odamlar ko'taradi? Ko'rga olib kiradi? Malollanib qolmasmikan degan o'y tushib qoldi deydi. Qarang. Siz aytyapsiz, etim jizilyapti. Ha. Keyin gapirib beryapti. Keyin o'shanda Xudodan so'radimki, ey Xudo, shu toki meni o'sha qanday o'zi norma degani nima?
tibbiy nuqtai nazardan ham va bizni yaratuvchi ko'radigan nuqtai nazardan ham normada endi bu. O'sha normamga tushmagunimcha jonimni olmagin deb duo qildim dedi. Mana ozib shu holatga keldim. Mana endi ko'nglim to'q deyapti. Jonim bo'lsa ham ko'nglim to'q. Odamlar ko'targanda ham malollanmaydi, yuvganda ham, go'rimga olib chekkanda ham malollanmaydi endi, deyapti-da. Haligi narsa meni ham o'ylantirib qo'ydi. Hattoki-da, meni ham o'ylantirib qo'ydi. Qaysi ma'nodaki, juda asosiy sababi dedi, juda chuqur sababi dedi. Keyin buni ba'zilarga aytganman ham. Hech bo'lmaganda agar sen hech narsa harakatga keltirmayotgan bo'lsa, hech bo'lmasa shu narsa haqida bir o'ylab ko'rgin deyman. Hech bo'lmaganda. Chunki baribir ertami kechmi nima boradigan joy. Lekin buni qo'rqib ketish kerak emas. Niyatni yaxshi qilish kerak. Sababini qilish kerak. Natijasi bo'ladi albatta. Hamma gap o'sha sababini boshlab olishida, sababini qilishida. Endi qarangda, men shu darsni taxminan iyullarda tugatdim-da. Ishoning, har bitta punktidan savol bersangiz bor-ku, men ayta olaman. Qaysi ma'noda desa, ongli ozish deb turib zo'r nomlagansiz deb qaradim. Chunki ong ostiga o'tgan narsa insonni esida qolar ekanda. Hozir siz bilan gaplashdim, tayinlandingmi desa, yo'q, tayinlanmaganman. Hozir gaplashdim. Nega? Chunki u narsani ongli ravishda men o'zimga qabul qilib, o'zimda ishlatganligim uchun amaliyotga va odatga aylandi-da. Buni endi hozir ko'rayotgan odamlar faqat defitsit ekan deb o'ylashligini ham xohlamayapman o'zi asli. Nega? Chunki u yerda uyquni temasi bor, kletchatkani temalari bor. Rosa ko'p, endi hammasini muhokama qila olmaymiz. Lekin muhokama qilsak 30 soat podkast o'sha u anaqa podkast bo'ladi. O'shaning uchun uyquni o'rnini ham gapirib o'tishingizni xohladim. Chunki 24 soatimiz ichida eng katta foizini ham uyqu oladi va uyqu bo'yicha ham fikrlaringizni berasiz. Mana shu defitsitni o'zi emas deganingizga yaxshi narsani aytdingiz. Shuni bir aytib ketay. Bizni asosiy vaznimizni o'ynaydigan narsa bu odatlar. O'sha ichida uyqu ham bor. Uyqu shunaqa narsaki, uxlagan odam bilan uxlamagan odam ikki xil odamda. Uxlagan odam, yaxshi uxlagan odam haqida gap ketyapti. U odam ongli qarorlar qabul qilishimiz kerak. Kun davomida minglab qaror qabul qilishimiz kerak va shu qarorlarni yaxshi uxlagan odam ongli qiladi. Yaxshi uxlamagan, uyqusi pachoq bo'lgan odam ongsiz qarorlarni ko'p qilib qo'yadi. Shuning uchun marketingda ham hatto ishlatiladi bu. Odamlarni uyqudan chalg'itib, qochirib turib keyin mahsulotni sotadi. Chunki mahsulot sotish uchun mijozni ongli qarori uni minusga ishlaydi. Tadbir minusga ishlaydi. U o'ylab qaytib qolishi mumkin fikrdan. Ongsiz qaror qabul qilib qo'yish uchun qarang uyqusidan. Bu narsa albatta ovqatlanishda ham juda katta ahamiyatga ega. Yaxshi uxlagan odam va uxlamagan odam solishtirilganda, yaxshi uxlamagan odam o'rtacha bir kunda o'zi bilmagan holatda 1000 kilokaloriya o'rtacha yeb qo'yganligi aniqlangan. Endi ba'zilarda 300, ba'zilarda 1,5 o'rtacha 1000. Shu 700 dan 1000 gacha yo'q joydan kirib ketyapti yana. Siz o'ylayapsizki 500 kilokaloriya defitsit qilyapman. Lekin ongsiz ravishda 1000 kilokaloriya narsa yeb qo'ydingiz. Uni esda olmaysiz umuman. Bugun nima yeding deb sizdan so'rasa, o'ylab o'tirib, umuman esda olmaysiz. Mana kecha nima ovqat yeding deb hozir mana ko'rayotgan odamga so'rasam, 50% dan ko'p esla olmaydi hozir. 2 kun oldinda so'rasam, o'sha 10-15% odam eslay olishi mumkin. 5 kun oldin so'rasam, hammani miyasi zagruz bo'lib qoladi. Bu narsa nimaga? Bizni o'zimizcha ozmoqchimiz, o'zimizcha defitsit qilyapmiz-ku, lekin nima qilib qo'yyapti? Ongsiz yeb qo'ygan taomlarimizni anaqasini oshirib yuboryapti, kaloriyasini. Shuning uchun bu yerda aytmoqchiman, sifatli uyqu ham kerak. Endi sifatli uyqu nima degani? Buni ikkita ko'rsatkichi bor. Birinchisi davomiyligi, ikkinchisi chuqurligi. O'sha interval qiziq bo'lyapti-da, chunki intervalni gapirishingiz rosa xohlaman. Davomiyligi bu o'rtacha 6 soatdan 9 soatgacha bo'lishi kerak. 6 soatdan kam bo'lsa ham bu yaxshi emas. Endi muntazam bo'lishi to'g'ri, ba'zida bo'ladi, o'zini ham 3 soat, 4 soat, ba'zida 10 soat, 12 soat uxlab qolishi mumkin. Bo'ladi, normal. Ora-orada hech narsa emas, lekin doimiy bo'lishi bu yomon. Demak, birinchisi 6 soatdan 9 soatgacha bo'lishi. Ikkinchisi bu chuqurligi. Endi chuqurlikka kelganda ana o'sha haligi 1,5 soatlik sikl. Sikl mana shu 1,5 soat miyamiz har 1,5 soatda bizdan xabar olib turar ekanda. O'zimizni tanamizdan nega bo'ladimi? Menimcha hammada bo'lgan. Bitta seskanib ketasiz, haligi xuddi tushib ketganda bir bo'ladi odam. Bu paytda aslida reanimatsiya bo'ladi. Bilasizmi shu payt? Miya o'zini o'zi jonlantiradi. O'sha yurak urishlari, nafas olishlar juda chuqurlashib ketib qolgan paytda bitta
jonlantirib oladi. O'sha ma'noda aytmoqchiman, mana shu 1,5 soatlik siklga e'tibor berish. Bu qanday qilinadi? Misol uchun, men soat 10 da uxlab qolishimni bilaman. Deylik, kechqurun 10 da uxlayman. 10 da uxlasam, o'shandan 1,5 soatdan qo'shib borishim kerak. 1,5 soatdan keyin 11,5 bo'ladi, keyingi 1,5 soatdan keyin 1, keyingisi 2,5, keyingisi 4, keyingisi 5,5. Yoki men uyg'otadigan budilnikni 5,5 ga qo'yishim kerak, yoki yana 1,5 soat qo'shib 7 ga qo'yishim kerak, yoki 9,5, 8,5 ga qo'yishim kerak. Bu birinchisi. Lekin bir xil aytishim mumkin, yo'q, menga uxlash vaqtim muhim emas, menga turish vaqtim muhim. Masalan, men soat 4 turishim kerak dedi. Demak, 4 da turish kerak bo'lgan odam orqaga qarab yurishni boshlaydi. 6 soat. Misol uchun 6 soat uxlamoqchimi? Ayirtmasa 10 uxlash. Demak, 10 da uxlashim kerak ekan. Keyingisi 11,5 da uxlashim kerak. 4 da turishim uchun degan ma'noda. Ana shunda sikllarni muntazam va bir xil aylanishi chuqur uyquni beradi. Va mana shu chuqur uyqu deganda o'sha 1,5 soat bitta to'liq aylanish kerak. Bir xilada bo'ladi, masalan, 1,5 soat keyingi sikl boshlandi-yu, yarim kelganda uyg'onib ketdik. Budilnik shunaqa vaqtga qo'yilgan. O'sha kuni endi u odam o'zi bilmaydi bu sikllar haqida, lekin o'sha kuni qandaydir uyquga to'ymagan yoki lanchaga garang bo'lib yuradi. Shunaqa. Bir xillar bor, lekin 1,5 soat uxlab turadi, bitta uxlab turadi, lekin kallasi trezve deydi-yu, ochiq yuradi. O'sha 1,5 soatlik anaqaga e'tiborli bo'lish kerak. Uyqu gigiyenasi ham bor. Uyqu gigiyenasi deganda bizni uxlaydigan joyimizda ham ahamiyat juda katta. Yostig'imiz, hattoki tagimizga solingan choyshablargacha ta'siri bor. Mayli, ulargacha o'tmaymiz, lekin eng muhimlari. Birinchisi, uxlaydigan xona salqin bo'lishi. Ikkinchisi, yorug'lik tushmasligi kerak. Mana shu ikkita muhim jihatga ahamiyat berish kerak. Chunki yorug'lik tushsa, mana hozir ko'zimga yorug'lik to'lqinlari kelyapti. Chiroqdan kelyaptimi, quyoshdan kelyaptimi, telefondan kelyaptimi, miyaga farqi yo'q. Kunduzida bo'laydi. Kunduzida bo'laydi, yo'q kelmaydi. Telefondan o'tiramiz, yo'q kelmaydi. Uyquni chiqarish keltirish uchun melatonin gormoni kerak. Bu gormon ishlab chiqarish uchun ko'zimizga yorug'lik to'silishi kerak. Shuning uchun xona qorong'u bo'lishi kerak. Ikkinchisi salqin bo'lishi, chunki tana uxlaganda sovish kerak. Agar xona harorati issiq bo'lsa, o'shaning uchun uxlay olmaymiz. Ikkinchidan yana bir narsa bor, shu joyda taomlanish bilan bog'liq qismi. Oqsilga boy bo'lgan mahsulotlarni ko'p kechqurun yeb qo'ysak uxlay olmaymiz. Nimaga? Chunki oqsilni termik effekt degan narsa, termik effekt pishi deydi. O'sha termik samaradorligi, issiqlik samaradorligi oqsilniki boshqa nutrientlarga nisbatan juda yuqori. Biz oqsil yeganimizda tanamiz qiziydi. Qozon kabob, bo'yin, boshqa narsa yeb kelgan odam u yoqqa dumalaydi, bu yoqqa dumalaydi, cho'ta hazm bo'lmayapti-yu, boshqa deb yotaveradi dumalab, lekin aslida o'sha oqsil tana haroratini ko'targan, uyquga bermaydi-da. O'sha ma'noda bunaqa ovqatlarni uyqudan, uxlashdan bir kamida 2-3 soat oldin yeb olishni tavsiya qilgan bo'lar. Masalan, choyxonaga bormoqchimi? Marhamat, 7-8 larda yeb olishsa, deylik, 11-12 da bemalol uxlab qolish mumkin. Lekin mana 1,5 soatli intervalist menda zo'r ishlayapti. Odatda yarim soat orientir olib turib budilnik yoqadigan strategiya qo'ydim. Chunki yotganimdan keyin yaqqa dumalasangiz 1,5 soat o'tadi-da. Ishoning juda ham zo'r ishlayapti. Shu darajada ishlayaptiki, haligi aytganimdek, abitdan keyin charchab qolmaslik strategiyamga katta ta'sir ko'rsatyapti. Endi uni aniqlanganligi o'zi juda ko'p ham bo'lmadi. Shu Oksford universitetining olimlari uyqu bilan o'tkazilgan tadqiqotlarning birida bu. O'shani aniqlashgan, o'sha gipofiz bezini, epifiz, gipotalamuslarni o'sha faollik darajasi, o'sha tarmoqlar qo'yib qilib aniqlangan narsa va o'shani xulosasida bu. Va bu bejizga emas. Ba'zi masalalarda ham o'zi aytiladi, shu 1,5 soat degan narsa bor. Shu 1,5 soat bejizga emas ekan deb o'zim ham o'ylaganman o'shanda. Xolos shu, endi uyquni ozish va semirishdagi ahamiyati shundan iborat. Agar shunaqa sifatli uyqu bo'lsa, kun davomidagi yeyotgan taomiga nisbatan e'tibor berishni boshlaydi odam. Bo'lmasa e'tibordan qochib qoladi va o'zi bilmagan holatda nima yeb qo'yishi mumkin. Feruz aka, bizni hozir taxminan 1,5 soatdan oshuv omizada, ana asalli ham ozi yaxshi, ozi shirin bo'ladi deydi. Xuddi hamma narsani ham ana ozi shirin deydi-yu. Shunga endi muhokama qilmagan savollar ko'p hali. Chunki u darsingizda kletchatkalar, uglevodlar, oqsillar, hamma narsani yig'indisini biz bu 1,5 soatga sig'dira olmaymiz-da. Agar bizani muxlislarimiz kommentariyada
zo'r savollari bilan chiqsa va qaysi mavzuda gaplashishni so'rashsa, o'sha mavzuni keyingi safarga olib chiqsak degan taklif bor. Menga ham qiziq savollar. Ularni agar berishsa, yoritib berishga imkon qadar harakat qilamiz. Chunki ichidagi hozir kletchatkani ochsa yana bir 40 minut gaplashishimiz kerak. Kletchatka u alohida bitta kitob u. Tavsiya qilamiz, agar kletchatka to'g'risida ko'p narsani o'rgangan bo'lsanglar, bu eng organizmni tozalash uchun, ozish uchun, o'sha hamma anaqalarni yuvish uchun kerak emas narsalarni tushirish uchun. Qaytib kelishimga sabab bo'ladigan savollar bo'lsin-da. Shunaqa qilaylikki, qaytib kelish haqiqatda haliga aytganingizdek, haligi ko'p hozir ijtimoiy tarmoqda har xil gaplar, savollarga javoblar bor, lekin bo'ladi-yu, odatda yo'q. Chunki shunaqa ma'lumotlar bor, yopiqda u. Qaysi zamonda ommaga hali chiqmagan. O'shalarga agar teginadigan savollar bo'lib qolsa, masalan, menga shunaqa savollar bo'ldi desangiz, bor bo'lsa, marhamat, men ochiqman bu masalaga. Albatta, kommentariyada ham xudo xolasa o'sha savollarga javob berasiz degan umiddamiz. Xudo xolasa eng zo'r savol mavzusini kelajakda yana Feruz akam bilan Millat umidi podkastida kutib qolishinglarni istardik va buni kommentariyalarda sizni javobinglardan bilib olamiz. Rahmat. Rahmat. Kelganingiz uchun juda ham xursand bo'ldik. Salomat bo'ling. Alloh rozi bo'lsin.